Chunki aynan bizda juda siqiq hamma yashaydi. Seri. Hamma takoy toshbaqaga o'xshab toshni ichiga kirib olgan. Nima Som TV bunga o'xshagan narsalar qilgan-ku yozganda siz aytyapsiz. Men bu video tayyorlangan, chiqqan vaqtda hali Som TV yo'q edi degansizda. Ya'ni shunaqa deganmanmi? Qaysi birida ekan u? Ochiq narsa aytiraman. Ya'ni u paytda bu juda ham norma edi. Endi hozir endi ko'p hype bo'ldi, ko'p PR bo'ldi, ko'p qoralandi bu nom, lekin men uchun bu nom hali ham juda ham qadrli. Chunki bu odam meni juda pastaligimdan meni podajay qilgan va haligacha u odam menga nisbatan hech qanaqa bir yomonlik qilmagan. Shuning uchun menga nisbatan u odam yaxshi. Yo'q, axat qo'yim. Kanal shunaqa zakaz berardi. Mana siz aytayotgan o'sha zo'rlangan qiz men montaj qilganman. Ofisda montaj o'rganganman-ku. Endi montaj o'rganganman va montaj o'rgangan bir hafta o'tib menga kino montaj qilib berdi ishot. Amman bilan maksimalistman-ku. Davay bilan qilaman. Akalar sizlarga shunaqa anaqa yo'q. Yaldashyapti, bilib manipulyatsiya qilishyapti. Birinchi reklamadan biri. Reklama berish. Olat somsa reklama qilganman, biratman. Eng qiziq ovoz kelyapti-yu. Qanaqa o'smaslar boramiz. Ovoz kelyapti deb joydan. Yo, onangni nima ekan bu domanda? Bu narsalarni o'zi so'rab olishda. Shuning uchun ham men o'lib ketmaslik uchun o'sha videoni olmaganman. Men bilan ishonasizmi? Sen kimsan? Men kimman chaqirsa ardon borman, lekin mana shu podkastgacha. Shunaqa blogerlar qarang. Realniy reaksiyasi shunaqami yo juda ham aqlliligidan. Aysho Speed masalan, Yo, prosto endi o'zi qarang. Amerikada ishlagan hammani o'zi reaksiyasi juda baland. Masalan, emotsiyasi zo'r. Da, emotsiyasi masalan ularning eng emotsiyasi yo'q ham, bizning emotsiyasi eng baland bilan teng bo'lsa kerak bo'lmaydi. Chunki aynan bizda juda siqiq hamma yashaydi. Seri. Hamma takoy toshbaqaga o'xshab toshni ichiga kirib olgan. Yo'q, seriyozmi? Men o'zim masalan birinchi videolar qolmanda, qo'shnidan bir telefon qilib ko'tarib, "Wow, odamlar bachkana." Ne biladi. Prosta ironiyadan sal chiqinglar. Sal men miya degani ushlab turgan tormozni sal olib tashlab, raslaboniy qo'shinglar, bo'ldi. Biz aytishimiz mumkinmi, shu ularda qanaqadir samimiy, abzada hamma joyda xavf ko'radi odamlar. Yo'q. Shunga sabab bo'lishi mumkinmi? Qarang, har narsani o'z sababi bor deb o'ylayman. Ya'ni bizda bilgan hamma birini ketib ketganigami, hamma shunaqa bo'lganigami, hamma даже qarindosh akasidan ham kerak bo'lsa, sal bundoq anaqa bu yog'ini olib, muomalani qilib yurishadi-da. Shuning uchun ham men shunaqa deb o'ylayman. Lekin o't yomon, biz yaxshi, ya'ni solishtirish emas. Solishtirish bu endi tuppoy narsa. Bizda kadr bor уже anchadan beri. Bormi? Nodlarish davom ettirib ketsak bo'ladi-yu, faqat sal bitta boshlaylik podkastni. Nima podkastligini aytaylik. Просто подпискani bosinglar. Biz omoqon kelgandan foydalanib, biz ham podpiskani bosinglar degan deylik. Dmitriy. Kontent ko'rib turaman-da. Kontent o'rtadan tap-tip o'zi ko'chada qayerdadir yurgan bo'lasiz. Kontent tap-tip bo'linadi, siz o'ydasiz podpiska bosinglar deyish uchun 30 sekund. Men podpiska bosinglar degan gapingizni eshitaman-da. 4 marta eshitaman bu gapni video davomida. Like mana boshqa bunaqa demasligingiz uchun ham bosaman-da. Umid qilaman. Qaytaman aytamiz. Xo'p, podpiska bosinglar. Akbar? Короче, bugungi mehmonni Jordan Style'da tanishtirsa bo'ladi. Shuning uchun ChatGPT'ga yozdim. O'zim yozib berdim. Nima yozgan bo'lsa shuni o'qib beraman, xafa bo'lmaysizlar. Bugungi mehmonimiz kontent olamining balosi. Dubayda 24 soat yashab Toshkentga hayot darsi olib kelgan yigit. Kamerani yoqqanda hamma eshiklarni ochadigan, lekin yuragidagi gapni aytsa hech qachon to'xtamaydigan bloger. Bir tarafdan jinni, bir tarafdan juda jiddiy. Millionlab odamlar uni kuzatyapti, lekin hali hech kim to'liq tushunmagan. Studiyamizda trendlar xo'jayini, hazilni ustasi, YouTube'ning yashirin algoritmi Omonxon. Kontaktga ko'tarib chiqaring, brother. O'sha qanday qildim? Men ham xuddi shu ishni qildim. ChatGPT'ga yozgandim, faqat menga boshqa narsa berdi. Qiziq ikkita gapi bor uni. Birinchisi, studiyada bugun O'zbekistonning eng 24 soatli blogeri deb yozdi birinchisi. Ikkinchisi yozdi, uni kontentlari ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichi bu u nima qilayotganligini o'zi tushunmaydi. Ikkinchi bosqichi u nima qilayotganini auditoriyasi ham tushunmaydi degan. Nuda. Shunaqa izoh berdi. Xush kelibsiz. Mana shunaqa ta'riflar bilan boshlaymiz bugun. Xo'sh. Kimligingizni ko'pchilik biladi baribir. Kim siz nimasiz qanaqa kontent qilishingizni. Yana bir marta so'rashimiz kerak. Endi boshqa podkast intervyularida eshitgan bo'lishlari mumkin. Shaxsiy savoldan boshqa shart emas menimcha. Auditoriyangizni kim deb ko'rasiz? Sizcha, o'zingizni qarashingizcha, kimga kontent qilyapman deb qaraysiz? No, mana to'g'ri bu Bitcoinga o'xshaydi. Ya'ni men kelajak investitsiya qilmayman.
Kelajakda bu avtor katta bo'ladi, ya'ni hozir aslında yoshlar, ular katta bo'ladi, ular trendlarni boshqaradi. Ya'ni men ularning ko'ziga, endi men yoshligimda men qahramonlarim bo'lganda, media taraflama. Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov. Va hozir ular hech bo'la qilmasa ham, masalan Ulug'bek Qodirov hozir o'qitdilar. Uzr, men bor uzr, masalan kino o'qitdi, lekin men ko'rmadim. Lekin men ko'rmagan holimda ham xuddi shunday hurmat qilaman hali ham. Agar bitta narsa qilsa o'tirib ko'riladi. Reklama qilsa yoki masalan lyuboy narsa qilsa, o'sha plyus rep joyida turibdi. Buni ketmaydi. Avlodlar katta bo'lganda. Avlodlar katta bo'lganda emas. Men yoshligimda odam ko'rib katta bo'lganman. Va men hozir xuddi shu narsani, ya'ni xuddi shu narsaga o'zim hayotimni tikyapman. Ya'ni odamlar meni yoshligidan ko'rib katta bo'lsin. Va xuddi shunaqa bitcoinga o'xshab bir o'sadi va kelajakda polniy, avlod bizga qarab turadi. Bitcoinga o'xshatib to'g'ri qilasiz. Men ham fanatizm emasman-da. Kuzatmayman, podpисчик emasman. Va bitcoinni yomon ko'raman. Bunda bo'lishi mumkin. Yaxshi o'xshatish. Boya Afsho Spitz misolida bo'lgan reaksiyalar haqida aytdik-ku. Men sizda kontentlaringizda sizda ham energiya 5 edi. Hayotda shunaqa 5 energiyadamiz. Da. Doimiy? Doimiy emas. 24 bunaqa bo'la olmaysiz. Qolasizmi siz ham? Mana tilka hozir Qizlarsiz. Qizlarni ko'rsam-ku, уже o'tib ketdi u narsalar. Bir 2024 va 2025 ni qishi men uchun почти hammasi depressiyada o'tgan, o'sha tilka o'tgan. Shu uchun ham почти video umuman chiqarmadim masalan. Просто nima qilishingizni bilmaysiz. Да, просто комфорт zonada, komfort zonada o'tirasiz bo'ldi. Такой, грубо говоря, moliyaviy yoki просмотр ham bor. Короче, men oldin normal ahvatga chiqib, ahvatdan o'zim kayf qilishim uchun men 15 ta video, 20 ta video faqat qilib chiqarishim kerak edi. Hozir men hozir masalan 2-3 video qolaman, просмотр uchadi, hamma gapiradi, и spokойно o'qib qolaman. Kayf qolaman shundan. Shuning uchun ham hozir men o'ylaymanki, bu narsani eng katta sababi hamma narsa menga bog'liq bo'lgani uchun. Ya'ni men syomka qilishni xohlamayman, shu uchun bo'lmayapti. Men montaj qilishni xohlamayman, shu uchun montaj bo'lib video chiqmayapti. Agar men production bo'lganda, bolalarga oylik berish uchun men faqat qilaman. Ya'ni xuddi shu uchun hozir men endi bu yil eng katta planim production qurish. Montajyorlar, yaxshi operatorlarni yig'ib, o'zim jamoamni qursam, ana o'shanda men faqatgina 100 bo'laman bo'ldi. Meni kanalim уже katta production boshqaradi. Ssenaristchi. Bitta iltimos bo'ladi stolga. Chunki stoykasi чувствительный Bo'ldi. Tushunarli. Ssenariy yozasizmi yo'q? Yo'q, ssenariy yo'q. Yo'q. Yo'q, men qarang. Joyida bo'lib g'oya bor, skelet bor, go'sht qo'yilmaydi. Chunki go'sht o'zi impro live Skelet qanaqa bo'ladi? Raskadrovka qilib chiqasizmi borishdan oldin? Da, raskadrovka ham bo'ladi shunaqaroq. Masalan, oxirgi videoyimda sahnada bo'lgan joyni hammasini raskadrovkasi bor edi menda. Menda zametkada bo'ladi. Anaqa zametkada chizsa bo'ladi, o'shanda raskadrovka chizib yuraman-da. Bolaning telefonimiz hozir jiringlaydi ko'ryapsizmi? Men oxirgi obloshkani raskadrovkalari. Anaqa chizib o'tiraman-da. Shunaqa chizib Obloshkaga raskadrovka. Lekin raskadrovka bo'lmasa, raskadrovkasi kadr qanaqa bo'ladi? Men sahnada ikkita kadr bu yoqqa qo'yadi, shunaqa qiladi. Tipa shunaqa chizaman, и все, menga shuni o'zi yetadi. Chunki men o'zim syomka montajdan chiqqanman. Eng kerakli narsa mana shu baribir. Ishni yengillashtiradigan. Qat'iy qarab ketadi. Tasavvurga ega bo'lsangiz, u yog'i hech brat. O'z operator, o'z montajyor. Gap yo'q. U bitta qo'l bilan video olish kerak, bitta qo'l bilan o'zi miyada ssenariy. Ya'ni o'zim operatorlarga o'zim syomka qilmayman-ku. Ya'ni men bolalarga o'sha o'rgatib qo'yganman. Получается, birinchi navbatda erinchoq odam bo'lmasligi kerak ekan. Unaqa kontent qilish. Qanchadir muddat erinchoq bo'lmagansiz. Hozir вообще erinchoq bo'lib ketdim. Buni siz ishlashim kerak, конечно. Shu uchun ham production qilmoqchi bo'lyapsiz. Erinchoq bo'lmagan mas'uliyat bo'lsa, ozgina mas'uliyat shunaqaroq keyin harakat qilishni boshlaysiz. Men YouTube'dagi bo'lgan o'sha birinchi kontentingizni ko'rdim, unda просто ofisga nima qilgan ekan, digital marketing bilan shug'ullanayotgan ofis bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, u kino production bo'lgan. Men u yerda seriallar montaj qilib berardim. Uni o'ziga menga texnikalar bilan berib turish, texnika foydalansam bo'ladi. Shu ofisda turadi-yu. Yo, bolalar ba'zi kod ham yozishayotgan ekan. Qayerda? Kodni nimadir yozishayotganini ko'rdim. Faqat kod ko'radigan bo'lgan. Kimdir nima obloshkalar qilayotgan ekan, o'sha yerda xullas ofisning ichida yurib, syomka qilib chiqqan savollar berib, logически. Birinchi video. Siz вообще birinchisi aytasiz. Men u yerda montajyor bo'lganman. U yerda men kinoda digital marketingmi? Вообще bilmayman, brat. Instagrammi o'sha nimalarga ko'rshardi. Men montajyor bo'lasam, chiz olib beraman deyishgan. Bo'ldi deganman, borganman, chunki uyga bormasdim. O'sha yerda yashab qolardim. Qarashu, mana birga 1.5 xona bo'lardi. Oyog'imda chiqib qolardi, parda qo'yishganda, bir checha tualetda joyim bilgan. O'shda uxlab, o'shda yarim yil yashaganman.
Islom O'q degan bloger bilan. Просто uyga bormasdi. uyga borib Jo'chasi bor ekan, ko'rsatilganda kichkina jo'cha. O'sha yotdi ekan. Garchi o'sha videoni eshitib qo'ysangiz yoki kadrlar qo'ysangiz bo'ladi. O'shda men yashaganman. Yarim yilcha yashaganman o'shda. Просто men o'ylagandim, в принципе boshlangan birinchi videoda o'ylaganim, nayatda siz Instagram haqida gapirgansiz-da. No Instagram yo'q, uy vaqtdagi Instagram hozir. Yo'q, o'chirib tashlagan ko'p videolar. Chunki cringe narsa bo'lgan, ya'ni men eksperimentlarim bo'lgan. Eksperimentlarning natijasi qiziq, ungacha olib kelgan yo'llarni ko'rsatgim kelmagan. Biroz qarang, men eng o'sha birinchi qo'ygan hozir videoyingiz YouTube'dagi turgan shu video. Bundan keyin oradan ancha vaqt o'tyapti-da, boshqa videolar paydo bo'lyapti. Kommentariyada odamlar yozyapti, bu nima Islom TV bunga o'xshagan narsalar qilgan-ku deb yozganda siz aytyapsiz. Men bu video tayyorlangan, chiqqan vaqtda hali Islom TV yo'q edi degansizda. Ya'ni shunaqa deganmanmi? Qaysi birida ekan u? Bu undan o'sha eng oxirigidan 2003-yilda aytgansiz. Men shunga o'ylab qoldim. Значит, bu videolar undan ham oldin olingan, 2 yildan ham oldinroq olinganda, keyin yuklanganmi videoyingiz? Xo'sh, aynan Islom TV bo'yicha men bilmayman. Ya'ni men ko'rsatdim o'sha paytdagi narsani aytishim mumkin. Lekin men YouTube'ga birinchi videolarimni qilgan paytim Uru kontentlar bu bo'lgan ancha. Men birinchi videolarimni 2016-yildan qo'yganman men. Shuning uchun men вообще shkolnik maktabda men sinfdoshlarim bilan Sanjar ismini aytgim kelmayotgan bitta tanishim bor. Hozir chunki cringe bloger bo'lib ketgan u, ismini aytmayman hech qachon. U Abdumalik degan o'rtoqlarim bilan biz har xil videolar edik. Men o'sha payt YouTube'ga qo'yardim ularni. Instagram YouTube'ga qo'yardim. Maktabda boshlagansiz. Men maktabda biza tipa universal degan o'zimiz tipa qiz o'sha trend bo'ladi. Kven komandamiz bo'lgan biza. Ya'ni biza men onam o'qituvchi bo'lganlar, o'zim maktabda hali ham o'qituvchilar. Potensial Vine boshlasalar bo'lgan. U paytda bizda Vine вообще yo'q edi. Sekani ko'rardik-da biz. Biz 2019-20 boshlandi-yu Vine. Biz 2016 bo'lardi. 2016 men endi bir sensor telefon iPhone 4 olib berishganda, telefonni oldim, Instagram skachat qildim. U payt Instagram bilmayman kimda bor, kimda yo'q. Instagram faqat shu men kirardim, hozir nazorat faqat shular bo'lardi. Rekimdan anaqa poiskdan nimadir videolar chiqib turadi. Rasmlar, videolar ko'p, u payt video kam bo'lardi. Aslida rasm bo'lardi. Keyin rasmga o'xshagan anaqa videoga qo'yishgan ekan, короче. Ko'rib keyin bu o'qituvchi mashina zo'r ekan deb o'zim ancha qiziqib qolganman, chunki o'zim maktabda qo'shiq aytib, aytdim, onam o'qituvchi bo'lganlar deb. Через onam menga hamma daveriya bo'lardi, o'sha o'qituvchilikka o'sha maktab ishlari ichida. Aktivizal kaltini topib olganmiz. Nusxa yasab olganmiz. Cheaterlar. Aytganman-da, farqasiz nusxa yasab olgan aktivizal kaltidan. Вот aktivizalga biz dars kelgandan keyin sekin kirib suvni qurib olib targalik ko'rardik. Nimadir bayram qilamiz, konsert qo'yamiz. Biz bashi ko'p konsertlar qo'yardik, ular qilardik. O'shandan boshlagan. Sekin bir oylar pul yig'ib kolonkalar arenda berishardi paytda 150 ming, bilmayman hech pul. Anaqa o'qituvchi musiqa o'qituvchisiga borib pul berib kolonkalar arendaga olib aniqlay. Bolalarni chaqirib bayram qilardik, konsert qo'yardik biz. Siz aytadigan boyagi narsalar potensial dalchi Viner'da nima deydi? Storytellingga asosda, lekin siz vlog tomonga ketib qolgansiz. Qanaqa momentda siz Vine'ga emas, bu tomonga ketdingiz? Xo'p. Umumiy olib qaraganda, men har doim egoistik deydimi, короче, men birinchi bo'lishni juda qattiq yaxshi ko'rgan odamman. Yutuqni yomon ko'rgan odamman-da. O'zi film shunaqa bilingmi nimaga? Shunaqa tug'ilganman. Vlog dunyoda o'sha vaqtda rivojlanayotgan, bizda hali uncha bo'lmagan. Men maktabda, короче, qanday mamlakat bo'lgan. Men maktabda o'qiyman. Konsert qo'yaman. Lekin bitta parallel sinfdagi bitta tanishim, ismini aytmayman, ko'rgan bo'lishim mumkin. Sog'. Tanishim qo'shiq aytib chiqqan bayramda. Men hayronman, men shuncha harakat qilmayman, lekin men qo'shiq aytsa hamma tipa qizchalar chapichalyapti, o'qituvchi chapichalyapti deganman. Aqabazada 8 kishi bo'lib chiqyapsiz o'zingizmi? Men 8 kishilab chiqqanman. Ishonsizmi? U paytda men necha 5-sinf, 4-sinf bolisham bilmayman даже. Undan keyin niyat dedim, men qo'shiq aytaman dedim. Men qo'shiq aytib chiqdim, yefso uloq olib ketgan, undan o'tib ketdi. Undan keyin menga amakim adashmasam aytgandilar. Dono Education degan joy reklamasi ketgan televizorlarda. Bu keyinroq bo'ldi, 2019da bo'ldi. Bu ya'ni men qo'shiq aytib anaqa maktabda tipa muzika shkolada o'qib, shanaqa o'qib yuribman. Davaychi bor, qiziqsang, kinoga chiqasan deydi. Donoga kinoga olib chiqaman, unda va'da bergan. Men borganman, bir yil o'qiganman. Hech qanaqa faqat zo'rdo'n masofkalarga bir martagina borganman. Вот, undan keyin kinolarga chaqirishmadimi? Keliniga suyulgan qaynota degan kinolar. O'qitdi. Sevimli TVdan qaysilarda chiqadi? Plus Fact, Sevimli TVsi ham, Milliy TVsi ham men YouTube'ga 100% beraman. Ular meni qo'limda biza qilgan proyektni davom ettiryaptilar o'zi aslida. Sizlar ishlagansizlar. Yo'q, biz ishlamaganmiz. Biz
ochiq fakt, ochiq narsa aytaveraman. Ya'ni u paytda bu juda ham norma edi. Endi hozir ko'p hype bo'ldi, ko'p PR bo'ldi, ko'p qoralandi bu nom, lekin men uchun bu nom hali ham juda ham qadrli va chunki bu odam meni juda pastaligimdan meni podajga qilgan va haligacha u odam menga nisbatan hech qanaqa bir yomonlik qilmagan. Shuning uchun menga nisbatan u odam yaxshi. Yo'q, Ahad Qayum. Va biz chunki o'sha payt biz Ahad Qayum kanalini ko'targanmiz karantinda. Sizni tanishtiruvingiz figna bo'lib qoldi. Na самом деле agar Ahad Qayumda normalniy, masalan, davlat kinolariga ajratiladigan darajadagi finansирование bo'lganda, menimcha normalniy kino olish mumkin-ku. Ya, endi qarang. Odamlar bitta odam pirashga chiqarayotganini kimdir xuddi bilan solishtirishi bu to'poylik. Va xuddi shu biz yillardan beri qilganmiz. Bu odam tanib turibdi. Men kino qilmayman, men shunaqa men pirashga ichaman. Men pirashga ichaman. Mendan xuddi kutmaydi otida, lekin kimdir masalan qarang, men sizdan xuddi olib kelishingizni kutyapman-da. Lekin siz pirashga kelgan uchun men xafa bo'lishim kerakmi? Chunki siz pirashga o'siz-ku. Tushunasizmi? Xuddi shu narsa bor-da. Endi bu meni qarashim. Aptekaga borib non ber deydi. Endi bu meni qarashim va oxirgi bo'layotgan narsalarga, oxirgi qilayotgan har xil PR-larga meni fikrim yo'q. Ya'ni u menga aloqasi yo'q narsa. Men o'zimga aloqasi bor narsani aytib ketishim kerak. Ya'ni biz u paytda qanaqasi YouTube'ga kirib, qanaqasiga biz o'sha paytdagi hozirga aytdim-ku. Men bekor o'zim chiqib turib, hype etmayman. 100 million yoki milliy TVdagi YouTube proyektlar o'zi asli bizdan shopilgan deb. Men sog' odamman va buni qo'lim serios aytaman. Ahad Qayum kanalini kirib qaranglar. 2020-yil bahordan yozgacha qo'yilgan ham YouTube videolariga qaranglar. Da, bu cringe narsa, bu cringe tendensiya, lekin yo'nalishi. Lekin o'sha yo'nalishni biz boshlaganmiz. Ya'ni Ahad Qayum ham men uchun Napoleon Seryoziy, xuddi men Ulug'bek Qodirov deyapsiz-ku. Shunaqa darajadagi odam qaysi ma'noda? Chunki men maktabda o'qib yurgan paytlarim Ahad Qayum she'rlarini aytib yurardi-da. Kliplarda, men Ozod video kliplarini chiqarardi. Ya'ni eski maktab u. No, конечно, menga g'alati bo'lgan bu seriallar paydo bo'lishni boshlaganda, no men o'shanda tushundim. Что agar o'zbek kinodagi, chunki men davlat puliga qilyapti deb o'ylayman Ahad Qayumni. Kanal shunaqa zakaz berardi. Mana siz aytayotgan o'sha zo'rlangan qiz men montaj qilganman. Ishonasizmi shunga? O'sha paytda siz aytayotgan Ahad Qayum serialini men montaj qilganman. Kanalda o'zi xohlagan. Kanalni hozir bu narsani aytish kerak emas-ku, aynan qanaqa bo'lar, lekin kanal shu narsani xohlaydi. Kanalga shu jenskiy urush kerak. Operator Oybek aka bo'lmaganmi unda? Oybek aka, familiyasi? Familiyasini bilaman, bratimdan. Oybek aka. Qashqadaryolik. Da, Oybek aka bo'lgan. Oybek aka masalan. Ya u kanal berishi tabiiy holat. Menimcha hozir kanal bersa kerak. Aytmoqchimanki, odamlar mana shuni ko'ryapti, nimada efirda ko'p bo'lyapti. Bizga vashi muammo emas edi, qanaqadir kriminal deyish narsa olish. Bizlar olganmiz. Lekin u narsa yemagandan keyin boshqa 3 ta seriyani biz Jigulilar chaqirib, orqaga qo'yib, yoqib yuborib, shunaqalar qilib biz pul tikib shunaqa olinganda, kanal kelganda bo'lmaydi bu degan. Biz shokdamiz. Biz chunki zo'r narsa qilib beramiz. Ishoning, biz o'sha 2-3 seriyaga shunaqa drolar chaqirib so'mga qolamiz. Serial zo'r turga tayyorlaymiz, tipi. Kanalga ochib berib, kanal bo'lmaydi, dotdi. Menga san ayollarni qo'sh. Uysa o'sha serial 10 seriyasigacha ko'rasiz. Seriozniy qanaqadir kino ketyapti. Tipa qanaqa sotqinni vayb beryapti-da. 10 seriyadan bu yoqqa ket, ikkita xotin, o'sha ikkalasi xotinni ko'rishib ketadi. Masalan, zo'r endi ismlar nomim, qarshi bitta seriozniy bratan bor, xotinlar bor. U seriozniy bratan boshi zo'r ketyapti-da. Undan keyin kanalga xotinlarni qo'shyapti. Undan keyin ketdi. 10% seriozniy bratanni o'zini anaqasi liniyasiga ketyapti, o'zi glam liniya bo'lgan. Qolganiga ayollarni urishga ketyapti. Ssenariy va вообще proyekt qayta qilib chiqilishiga to'g'ri kelyapti. Talab shunaqa. Instastor qiling. Agar bizda kinoteatrga borish madaniyat normalniy rivojlanganda-da, undan kassa qilinganda, bu 5 yillik bo'larmi? Kanalga hech kim daj bormas. Nabor kanal o'zi kelar. Men 100% beraman. Tasavvur, rejissyorlar qo'yardi-da, shartni. Men 100% beraman. O'zbekistonda olayotgan 99% kinolar o'zini oqlamaydi. Qattiq oqlaydi. Mana ana endi oqlashi mumkin. Click TV yoki nimadir televizion chiqib, endi sponsorlar paydo bo'ldi. Endi oqlashi mumkin, lekin hali ham ne fakt oqlanyapti. Salom TV, ITVlar nima qilyapti-ku, sekin. Yo'q, bular Sarvar aka o'sha hokim buva sal oqladi deb aytdi. Unda ham polniy. Endi hokim buva men ko'rganman, bu juda zo'r kontent, tushunasizmi? Bizda masalan endi boshlayotgan bittada hokim buvani bera olmaydi-ku. Ya'ni masalan, bizga metrajkalar o'rganish. Umumiy qilib aytganda bozor yo'q aka. Bozor yo'q joyda rivojlanish kutmaydi. Bozor bo'lsin. Ya'ni bizda qani masalan odamlar qotdan bozor bo'lsin bo'ldi. Dash YouTube'da bozor yo'q aka. Onasini aytsam, YouTube'da endi sekin 2-3 do'kon ochilyapti. Bozor emas. YouTube'da reklamodatellar qo'rqadi ham reklama berishga, nimagadir chuchiydi, Instagram deydi. No tushunmaydi ular, что uzoq vaqt qolishiga.
kim aytdi? Ahror aytdi o'tgan safar ham men qilayotgan kontent agar qilsam YouTube'da qimmat qo'yaman, chunki u yillar davomida turadigan kontent. Shunaqa. Ahror чисто o'zimizni proyekt Ahror ham. Ahrorga qarshi darsga syomka ketamiz-da. Yo'qsanamiz. Yo'lmoy bratga aka YouTube oching deb YouTube ochib, mana Ahrorga vashcha zo'r ketyapti YouTube. Ya'ni YouTube bu kelajak. Va men hozir o'zim masalan qarang, hozir Instagramda millionniklar YouTube o'tmoqchi. Va ular har doim meni chaqirishadi. Bir har doim emas, bir 90% da meni chaqirishadi, maslahat so'rashadi. Auditoriya nima qilsa, qanaqa qilsan? Aytmoqchi bo'lganim YouTube juda ham ko'pchilik o'tadi yaqinda. Yaqinda shu o'tadi. Chunki YouTube'ga hozir nima tendensiya nimalar kelyapti? Namyoqlar kelyapti, monetizatsiya ochilishi mumkin YouTube'ga. YouTube'da siz obrazingizni ko'proq ocha olasiz. Instagramdan ko'ra. Va bitta odam sizga 3 minut qarab turgandan ko'ra 30 minut qarab turgan odam sizni ko'proq hurmat qiladi. Masalan, men Instagramdagi uzru 400 ming подписчикgacha chiqqanmiz biz o'sha paytlar. Instagram faqat YouTube'ga o'sha videoni qo'yganman, keyin yo'q qo'yganman-ku, o'sha paytda Instagramda bo'lganman. Noldan faqat qilardik, nimadir olardik, lekin qanaqa tushuntirsam, auditoriya tomonidan tan olish bo'lmagan. Chunki bilasizmi nimaga? Chunki u payti mana 400 ming bo'lgan bilan qo'yiladi million bor edi u payt. Ya'ni men qayerdadir 2-chi, 3-chi, 4-chi yoki 99-o'rinda bo'lgandan ko'ra yo'q bo'lsa ham shu YouTube'ga kiring, YouTube bilan birga rivojlanaman. Shu yoqqa o'zimni hamma hayotni tikaman deb YouTube'ga o'tib ketganman men. YouTube qimmatroq, qiyinroq, ko'tarilish nimasi ham pastroq-ku. Men shu riskka borganman va bu risk o'zini oqladi. Bularchi hozir bular millionliklar auditoriyasiga ishonib boryaptimi shunda? YouTube'gami? Yo, millionga hamma Instagramga hamma mancha bilsa kerak. Instagramda 10 millioningiz bo'lsa ham YouTube'da bash farqi yo'q. YouTube'da taqa-taq 100 mingdan to'xtab hamma prosmotr kirib qarasan hamma. 100 prosmotr hamma taqa-taq bor to'xtaydi. Bittada birinchi ikkinchi kun tab rekord otadi. Taqa-taq to'xtaydi. Всё, undan keyin bir oyda 100 mingga ko'payib turadi. YouTube'da o'zini ichidagi auditoriya bilan, algoritm bilan ishlanmasa, Instagram auditoriya, YouTube auditoriya juda yo'q qoldi. Hozir aynan nimadir o'zgardimi tam YouTube'da? Yo'q, Instagramdagi 90% odam depressiyada. Instagramdagi blogerlar hammasi. Instagram bir-biriga zal zid so'zlar emasmi? No, sizni kruг общениеңizga bog'liq ekan menimcha. Ko'pchilik просто o'zini baxtli ko'rsatish bilan o'tib ketyapti. Mana atrofimdagi bir blogerlar hammasi YouTube'ga proyekt qilmoqchi. Nimaga? Va u blogerlar millionniki va Instagram asli O'zbekistonda yuzlari kerak bo'lsa. Shunaqa katta shaxslar. Akbar ham to'g'ri aytibdi-da, Instagramda soqqa hozir Instagramda YouTube'ga o'tmadi-yu soqqa. Qarang. Men aytayotgan odamlar soqqadan to'yib qolgan o'zi. Boshqa qarang, men qarang. Masalan, men Instagram masalan menga oyiga нормальный prop keladi, короче. Lekin men Instagramga kontent qilmayman. Instagramga masalan bir oyda 5 ta reels qo'ysam, 3 tasi reklama, 2 tasi чисто o'zimda hayotimdan nimadir. Masalan, bugun oyimga gul beraman mana. Bugun masalan 1 million 400 ming bo'ldi mana, и всё. Tushunasizlar? Instagram kontent qilmaydi hech kim, chunki Instagramga tek reklama keladi. Instagram bozor shunaqa bo'lib qoldi. Va bu narsa ham mana shu vaqtinchalik 1 yildan keyin sekin hammani ko'z ochilib qoladi-yu deb o'ylayman. Chunki men aytdim, rossiyalik juda katta blogerlar bilan hozir ishlayapman va ular Instagram bozori bilan meni tanishtirishda gaplashaman. Men ham rivojlanish niyatim bor. Bilmayman qaysi tilga qarab ketaman, rivojlanish niyatim bor. Va hozir oxirgi shortslarimni 5 tilga tarjima qilib qo'yamiz. Rossiyadan hozir auditoriyasi sekin keskin oshib ketdi, kuzatishlar soni 50% ketdi oxirgi reelsimda, shortsimda. Rossiyadagi o'zbeklar emasmi? Bo'lishi mumkin. Ya'ni men to'liq o'rislarni o'zi meni ko'rsatadigan narsani bermoqchi emasman. O'sha statistikamda Rossiya oshyapti borgan sari. Til qo'shsa по-любому paydo bo'ladi. Va bu narsa oshsin, mayli Rossiya oshsin, boshqa narsa oshsin. Masalan, menda 3-o'rinda 4-o'rinda Germaniya, 6-o'rinda США turadi men kuzatuvchi bo'yicha. YouTube'da monetizatsiya o'zidan bo'lmaydi, normalniy kelib turgan ekan. Yo'q, qarang, menda videoni soni anaqasi qisqada, minut qisqada. Ya'ni sirda bitta ikkita tiqishi mumkin tiqsa. Mana shunaqa. Har 15 minut bitta tiqsam 30 minutlik videoga necha shunaqa qiladi. Masalan, sizlarda masalan har 15 minut bitta tiqsam, sizlarda masalan 1.5 soatlik necha tiqadi, menga necha tiqadi. Shunaqa qiladi. Masalanki 5x katta bo'ladi, men yarim soatlik videomdan 1.5 soatlik. Monetizatsiyaga o'tmadi. To'ylarda monetizatsiyaga mana bosish kerak bo'ldi. O'tdi tayyor bo'lgan. Tinmay oldin kelar Samsung topshir, monetizatsiya yo'q deb. Nimani bosib, nima deydi? 2-3 ta sharti bor-ku, tam du faktorni ochib, bilasan qo'yish kerak. Lekin bizda YouTube rynki o'sayotgani rost-u, lekin siz hozir Instagramdagilar o'tmoqchi deganingizga men juda o'ylab qoldim, ular. Nima o'ylab qoldingiz? Tayyor ko'z faktor turibdi shuncha. Mittimi? o'zi boshladi. Mana shu mittimiga besh ketaman-da. Vertikal videoni YouTube'ga vertikal qilib qo'yadi-da, bor.
Dafiga ko'riladi-da. Ya endi qarang, hozir multimillion komandasi bilan uncha kuchlanish olmaydi. Chunki ular hozir o'zlarining vayplarida. Ya'ni hozir ularning davri. Prosta bu payt hozir kimdir raqobatchiga taklif qilmaydi, hozir prosta kutiladi. Ya'ni hozir ko'chada qattiq shamol bor, qattiq yomg'ir bor, prosta uyda o'tirasiz kutasiz. Qachondir agar yo'q, qarang. Agar bir xil narsadan qachondir odam bezib qolgandan keyin yangi narsa kerak bo'ladi va o'sha payt agar kim yangi narsa predikat qila olsa, o'sha odam keyingi o'sha bu скорее всего vlog bo'ladi endi. Bayandan keyin vlog bo'ladi bu endi. Bilmayman, balki men hozir eng tepamni yashayotgandaman bilmayman. Men Bizda anaqa Mr Beast qilgandaqa video qilyapti-da, bitimiga ham adashmasam. Shunaqa ham Shartlar qo'yib, mana shunaqa narsa ketyapti-da ularda ham. Keyingisi ham shunaqa adashmasam. Yo'q, man ko'rmayman. Menda hozir qarash qanaqa bo'lib turadi YouTube, Instagram ma'nosida. YouTube'da oxirgi 2-3 yilda ichki auditoriyasi, o'zbek auditoriya kengayib ketdi-da. Men o'ylagandim, YouTube'da ko'proq mana bu ilmiy ommabop nimalar bo'ladi-yu, toplesga o'xshagan deyman. Kunduzi bo'lgan, ya'ni hozir ham sal uncha davom etmayapti-yu. Xullas, kunduzi tipidagi boshqa mana bu kanallar shuni ortidan ko'p auditoriya kelyapti deb o'ylayotgandim-da men. Yo'q, men umuman shunaqa kontent talab qiladi ular deb o'ylagandim. Даже ulardan shorts ko'proq auditoriya keladi ekan. Shorts lekin haqiqatan nimadir sehri bor shuni borku. Ya, shorts yangi kanal ochib qo'ysangiz ham tuk 5 ming 15 ming prosmotr bo'lsa. Ya'ni lazzat beradi, undan keyin X oladi sizdan qaytaga. Shorts shakar. Qanday oladi? Nima? Qarang. Siz stabil shorts qo'yib borasiz va sizda stabil prosmotrlar bo'ladi. Va qachonki siz stabilni qo'yishni to'xtatasiz, ya'ni bir hafta pauza olib, yana shorts qo'ying, algoritm taklif qilmay qo'yadi. 10-15x pastroq turadi prosmotrlar stabildan ko'ra. Va undan keyin obzor borgan sari bo'ladi. Ya'ni shortsda ko'tarilgan kanal uzun videoda o'rganish juda qiyin. Xuddi proteinga o'xshaydi emas. Chunki o'rgatganman. Ya'ni men 100 minggacha menga shortsda bo'lganda, undan keyin o'rgatib olganman uzun videoga. U juda gemoroy bo'lgan. Siz lekin boshidan boshlagan ekansiz-da, tushunib, 100 mingdan keyin. Men u paytlarga agar bir 800-900 mingdan boshlaganingizda o'rgata olmassiz. Vidiklar bo'lardi. Ularni bitta tarjima qilib ko'rib chiqaman, chunki YouTube bo'yicha darslar berardi-da. Ularni ko'rib chiqaman, YouTube bo'yicha kurs sotalardan, o'rslardan anaqa ispanlar zo'r kurs sotadi. Masalan, bizda ko'pchilik professionalni yondashgan ekansiz-da. Men chunki boshqa vaqtim bo'lmaganda, men zo'rlangan risklar katta. Men zo'rlangan qizga qaytib kelmaganda. Zo'rlangan yo'q, gap yomonlashtirmas, uni o'tganman. Masalan, bir sinfga qaytib bormaysiz siz. Harakat qilasizda, qiyin bo'lsa ham algebrani o'rganishga kerak, harflarni misolga qo'shilgan. Va men harakat qilganman. Montaj qayerda o'rgangansiz? Montajni YouTube'dan o'rganganman aka. Hech qayerda o'qimagansiz, maktabdan tashqari. Yo'q. Dono education dedingizmi? Aktor sentrlarda va muzika shkolada o'qiganman. Boshqa hech qayerda o'qimaganman. Chunki men jarayonni ichida bo'lganman-da. Men stabilni syomka ichida bo'lganman. Masalan, men уже kamera qo'yish, chiroqli syomka o'rgangandan keyin o'zim syomka qilganman. Brat energiyasiga havosim kelyapti degan bor. Men o'z maktab paytimdan shunaqa erinchoq bo'lganman, haligacha shunaqada. Beshin energetikada u. Ya'ni qanaqadir momentda o'rgatdi. Agar men unaqa desam, uyga qaytib borib, bozorga chiqishim to'g'ri kelgan. Men O'zbekistondagi ham bozor hammasi emas, hamma mashhurlarda ishlab chiqqanman bozorlarni. Eski bozorlar, masalan, Bekbarakada, O'rizorda, Chorsuda ishlaganman. Yana Ipodromda ishlaganman. Mana shular hamma ishlab chiqqanman. Shuning uchun ham gapirishingiz odamdan anaqa. Tabiatan ekstravertmisiz yo ekstravert bo'lishga harakat qilasiz? Ambivertman. O'rtasida. Chunki men hozir bunaqaman va yarim soat bugun kechqurun bilmayman qanaqa bo'laman. Va bungacha ham qanaqa edim, biling. Ya'ni men juda tez yopila olaman. Va juda tez ochilaman. Lekin ambivertga sal qiyinroq. Salmas ancha bir. Chunki bu narsa siz aytib beradigan narsalarda ekstravert bo'lib, qancha bo'lmasin, masalan, chidab, dalshi, ishonib qilayotgan narsasi o'xshashiga, doim aktiv bo'lib turish uchun, tim более ko'chada chiqib kontentlar qilib yurish uchun ekstravertlik jostki temada bu yerda. Aka, men introvertdan bo'lib yashaganman 20 bilan 21 da. Ofisda montaj o'rganganman-ku. Endi montaj o'rganganman va montaj o'rgangandan bir hafta o'tib, menga kino montaj qilib berdi deyshot. Men bilan maksimalistman-ku. Davay bilan qilaman. YouTube ochib, yostiqdan olib, YouTube ochib seganda. Yo, men уже men qarshi mana qiladi. Как снимается кино? Как монтируется кино? Это 20-yil biz o'sha YouTube'da birinchi marta o'sha aytgancha o'sha temani davom ettirib ketdik. 20-yil o'sha Ahadxon YouTube kanali biz ko'taramiz. Ya'ni men har kuni Ahadxonga 5 kun boraman. U paytda hamma narsa meni orzuyim deydi. Karantin hayotimiz o'zgartirib olganda. Ko'cha bombosh. Men ungacha YouTube'ga shu faqat qilgan o'xshamaganda. Lekin o'ylaganman, balki mendadir ayb. Davayki shu kanalni ko'tarib ko'raman degan. Men hattoki YouTube kanalini berganlar ko'tarishga. Va menga maqsadim bo'lgan 1 yilda 10 mingta qilish. Nima deysiz?
necha kunda 10 mingta qilganman? Bir haftada. Bir haftani 5 kun ichida 10 mingta qilib qo'yganmiz. Yo'q. YouTubedan kirganman, ko'rganman, ahadiga hamma kinoni olganman-da. Kes qo'yib tashaverganman. Bu bunaqa qildi, bu bunaqa qildi, bu bunaqa qildi. И всё, paf portlagan, monetizatsiyadan men o'zim ko'rgan 4000-5000 dollarlarni haqida gapirgan. U payt chunki u payti hech qanaqa qo'sh yo'q edi va musofirlar yotib olib ko'rardi va uni orqasidan zo'r monetizatsiya Masalan, kelardi. xuddi shunday ikkinchi o'rinda Rossiya turadi-yu. Rossiyani o'zidan 90 ming mana shunaqa prosmotrlar har bitta videoda mana shunaqa. Ya'ni o'shandan keyin tushunganman. Undan keyin O'zbekiston shorts ochilyapti. Shortsga keyin o'zim videolarimni qo'yganman. Endi hozir Omonxonda olsangiz, axir degan kanalga qolgan shortsdan chiqib keladi-ku. Chunki men o'tgan Omonxonda qo'yganman. Bilganmilar, brat? Men bilmaganlar, naborot akaning kanaliga prasma olganman. O'sha paytda shorts qo'yaman. Men kinoga chiqqan joyda narasga qolmanda, baqir-chaqir nimadirlar-da. Qarachi, endi u paytda endi menga narmi. Ya'ni men hozir u paytdan nolasam yoki yomonlasam bo'ladi, hozir cringe narsa deb. Lekin agar u bo'lmaganda bu ham bo'lmasdi. Ya'ni siz masalan endi qaysi kuni yurib chuqurga tushib ketgandan keyin bilasiz, что botga o'tish kerak emasligini. Shuning uchun ham buni chuqur tushib ketganingiz lekin yomonlash xatoda. Chunki sizga u narsa berdi. Va xuddi shunaqa men yomonlamayman. Va o'sha paytda biz shortsdan birinchi millionlarni biz olganmiz kerak O'zbekistonda. Shorts ochiladi dedi, ochilishini kutdim, ochildi, tap shorts qo'yamiz. Bir kunda 10 ta 20 ta shorts qo'yardim aka. Bir 3 ta 4 tasi millionga tushib ketgan. Terminatormisiz? Ya, aka boshqa qiladigan ishim bo'lmaganda mana. Ya, bir oyda aytdingiz, 15 ta video qilganman dedingiz YouTube'ga kanalni boshlagan paytim. Ha, to'xtayman. Bir oyda qanday 15 ta video qilish mumkin bular? Ishlab. Qarang, biz ham YouTube qilib turamizda, kontent bu tema. No, mani 5 yilni ishlashdan to'xtatib turadigan narsalar bor-da. No, u narsalarni ichida sizdan so'ramoqchiman. Hobbingiz bormi? Mana shu YouTube, muzika, qo'shiq. Vot, men hamma ishingiz tugadi, uyga keldingiz, nechida bo'lsa ham. O'zi uyda. Ofisda ishlamayman. Men uyga o'zi uyda ishlaysiz. Oke, men syomkalarda qilib keldingiz, boshqa narsa, vot, yana qaytib keldingiz uyga. Nima qilasiz? YouTube'dan tashqari YouTube aloqasi YouTube umuman ish bilan aloqasi bilan iloji yo'q ekan. Ya'ni men YouTube'dan tashqarida, ya'ni podkast ko'rishim mumkin. Kesam o'ynaysiz-ku, to'g'risini ayting. CS o'ynayman, Dota 2 o'ynayman. Vot, mana shu kerak edi. Qarang, men borib uyga Dota o'ynayman, Dota 2, Valorant, lekin nimadir. O'sha paytda sizlar podkastlarni yoki boshqa odam podkastini ko'rib o'ynayman-da. Yoqib qo'yasiz-da, o'ynab o'tirib. Yo'q, men tushundim. Masalan, siz necha soat o'ynaysiz o'tirib? Men kiraman 2 marta, 3 marta o'ynayman, chiqib ketaman. Mana shunda muammo. Bu yergacha o'ynayman. Soat 3gacha o'ynayman-sizda kechasi. Mana shunda muammo. Endi to'xtab turing-da, kecha kirganimda kechasi CS dan stream qilib o'tiribdi, yarim kechasigacha. O'tiribsiz-ku mana. Soqqa qilyapti. Kontent-ku. Biz soqqa qilmaymiz-ku, shu o'ynab. Hozir o'zingiz xohlaganday kontent qilyapsizmi? Hozirmi? Danimam, qani o'zim orzumda yashamayman. Ya masalan, ko'pchilik boshida ham cringe bilan boshlaydi, boshqa qiladi, afsuslanadi, nima qiladi-yu? Yo'q, men afsuslanmayman. Afsuslanmaysiz. Yo'q, men hozir ham boshdan shu narsani qilish xohlagansiz, hozir ham shu qilish xohlaysiz. Ha, aka nima afsuslanaman? U bo'lmasa bu ham bo'lmasdi-ku. Tuppoy odam eski qilgan uchun afsuslanadi. Agar o'sha eski qilgan ishini hali ham hozir qotgan bo'lsa, tuppoy, конечно. Agar eski qilgan ishini hozir o'shani haqiqatan qilishni tushunib yetgan bo'lsa, bu norm. Bu norm. To'g'ri. Masalan, siz birinchi nimadir o'qishni yoki nimadir o'rganib birinchi tuppoycha qilib turib o'sha nafratlanib yursangiz, bu tuppoylik bu. Keyin agar uni to'g'rilab o'zingiz ishlagan bo'lsangiz, bunlar. Ya'ni tasavvur qiling, siz 1 dan 10 gacha sanayapsiz-da. Bir kishinada bir sanaganingizdan xafa bo'lsangiz, bu chunki bu yerda logika shunaqa. 10 bo'lish uchun 1 ham bo'lish kerak-ku. Logika shunaqa ham ishlaydiki, shunda o'sha vaqtda shu etapdan o'tmaganingizda hozirgi etapingiz bo'lmagan bo'ladi. Men shunaqa tushunaman. Okey, anaqaga o'taylik endi. Podkastga. Hop, ha? Nima yoqmaydi o'zbek YouTube'da? O'zbek YouTube'dami? Odamlar bo'lmagani yoqmaydi. Ya'ni Blogerlar? Aka qiz. Blogerlar? Ya, qarang. Yoqmaydi emas. Bu narsa noto'g'ri hisoblaydigan narsam edi. Okey. Yoqmaydi deyishim bu ularga nisbatan уже bir o'qotish bo'lib qoladi. Menga yoqmaydi. Odamlar tup bo'lib oladi. Hamma birga emas bizda. nima maktabdan shunaqa. Zo'r bu maktab emas, biz yangi levelga o'tdik. YouTube'da qanaqa tushunmadim men. Hayotda okey, farqlaysiz ham. YouTube'da qanaqa guruhlanadi? Blogerda aytyapsizmi, obunachilar aytyapsizmi? Yo'q, obunachilar emas, to'g'ri. Ya'ni obunachilar ham qarang. Kim kuzatsa shunga qarab bo'lib qo'ygan hamma. Ya'ni men qarang, hozir sizga qisqa va o'zim fikrimni yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman. YouTube'dagi odamlar tup bo'lishgan ko'pchiliklari.
Tushunyapsizmi? Ya'ni avtorlar. alohida. Va kimdir prav bo'lsa ham, masalan, bu meni qaysidir o'rtog'imda yoki qaysidir meni kasbdoshim. Bu pravligini men tan olmayman. Chunki meni to'dam bunga qarshi. Meni to'damga qaysidir bola, tipa bunga prosta yoqmaydi. Hech bola qilmagan. Nima ham qilishi mumkin, bilay, bu chunki o'zini ichida qoldi, bu o'zini ichida qoldi. Prosta bilgan bu portlab ketdimi bu? Bu masalan bu 1 yil faqat 100 mingga chiqsa, bu 1 yil faqat 1 mingga chiqib ketdimi bu? Tushunasizmi? Prosta ichida ozgina qorchasi bor yoki prosta odamga yoqmaydi-ku, masalan, fel tushmaydi. Prosta yoqmagani uchunmi? Prosta do'sti yoqmagan odamni bu tan olmaydi. Va xuddi shunaqa qilib bizda bir-birini ta'minlash yo'qolib ketyapti. Masalan, men shunaqa ko'ngilroq odammanki, masalan, kimdir meni 1 yilni so'kib chiqqan bo'lsa ham, 1 yildan keyin ko'rsam ham yaxshi gap desa, zo'r ekan deyman. Ertaga u men haqimda yoki men haqida narsa qilsa, men bemalol o'zimni ijtimoiy tarmoqlardan bo'lisha olaman unda. Qaranglar, ham shunaqa narsa qilib zo'r narsa ekan deb. Hop, qarang, siz men aytayotganingizni tushundim. Siz aytayotgan narsani men ko'proq Instagram bilan qiyoslay olaman-da, masalan, storiesga chiqib bir-birini gapirib bu YouTube'da bu qanaqa ko'rinadi? Ya'ni bir-birini proyektga kelmaydimi? Uni proyektiga ham bormaymiz deydimi? Boykot qiladimi? Shunaqa ko'rinadimi YouTube'da? Shunaqa ko'rinadi. Prosta Instagramda bu qanaqa realizatsiya bo'lishi bilaman. Storiesda bir-biri bilan tarishib yuradi. Sizda ham guruh tipa того guruh baslar sizlar ham. Sheriklaringiz bor 4-5 ta, to'g'rimi? Soniga qarab javob beramiz. Birga video qilsizlar, to'g'rimi? Talaba taklif. Yo'q, men hammani yoqtiraman. Men kim meni chaqirsa, har borman, lekin mana shu podkastgacha. Ya'ni men chaqirganingizni aytdimmi? Masalan, meni hozir bir 5 ta proyektga chiqishim kerak edi. Ahror ekan proyektlari, yana bozorchi bola Oybek ekan proyektlari, Y kamera qildilar yaqinda ular ham. Men shu har xil proyektlarga chiqishim kerak edi. Men hammasini o'tkazib tashladim. Chunki men buni o'ylab qarasam, borgan sari o'lib boraman. Ya'ni lisoyim Xudoga shukr, ko'tarilib tushmayapti. Ya'ni odamlar taniqdi, boshqa narsa qotdi. Lekin katta kanalim bitgan lahotlar tushib boradi borgan sari. Va agar men hozir mana bu extremely deydimi, короче, tezkor bu qarorni qabul qilib, Express. Yuzimni ushlamasam, yuzimni hammaga berib tashlab to'xtatmasam, qadrsizlanib boraman. Ya'ni odamlar agar meni ko'radi, meni kanalimni ko'rsin, ishchi. Meni asosiy, chunki men ko'rsatgan asosiy chet ellik ham bo'lgan shunaqa. Yo'q, qarang. Masalan, men boshqa kanalda yuramanki, masalan, qarang. Men oldin birovdan bitta video chiqarsam, yaxshi ko'rishardi-da, yoki birovdan bitta video chiqarsam kutib ko'rishardi. Chunki men ungacha hech qayerda ko'rmaganman. Shunaqasida? Такой eksklyuziv bo'lgan. Men eksklyuziv masalan, ammo qat'iy bo'lib qoldi bo'lardi-da. Hozir men o'zim katta ko'rmayman, lekin boshqa kanalda stabilniy chiqib yuribman. Shunda bitta YouTube'da ochsa 5 ta omonxon o'tiradi. Ko'p narsa qadr bo'lmaydi aka. Lekin qarang, Mirsakarda yaqinda Xumoni to'ldirish uchun masalan, o'zi masalan 1 yil oldin shu intervyuga shu odam bilan intervyuga borgan bo'lardim desa, yo'q deydigan odamga ham borib intervyu berdi-da dashi. Har xil odamga tanilish uchun-da. Xo'sh. Men o'ylardimki, men o'yim bu, sizga noto'g'ri demayman. Men o'ylardimki, qancharoq ko'proq joyga chiqsangiz, ko'proq tanilasiz. Bu sizga ko'proq foyda keltiradi deb o'ylardim. Mirsakarda kelsa ham shunaqa deb tushundim. Menda periodoz bo'ldi shu narsa. Ko'p joyga chiqqaningiz yo'q-ku. Qayerga chiqmadim aka men? Hamma joyga chiqib Siz prosta boshqa kanal, YouTube kanallarga kuzatasiz-da siz. Men nimaga? Men haligacha televizorda kinolar maylanayapti. Zo'r to'g'ri stabil chiqib turibman, birodar, kamda kim marta chiqaman. Eski qaysi serialimiz boshdan berdi, yarim yil chiqdim yaqinda, yarim yil oldin yaqinda ham tugadi. Men yana kim? Podkastga masalan chiqaman. Serial ismini aytmayman. Chunki o'sha serialni qaytib berishyapti, ya'ni qaytib kanal sotyapti. Reyting olib kelgan chunki ular aytgan o'sha ayollar vujudchi temada bo'lgan. Mirshakar akam o'zlari bilan masalan intervyuga chaqirdilar. Busoq masalan o'sha proyektga borib berdim. Keyin masalan rostdan ko'p joyga chiqib qoldim-da. Masalan, men juda qattiq qiziqardim So'm akam videolari chiqishga. O'ta ham chiqdim. Hozir o'tni ham finalni kutamiz. Mafiyalarda chiqasiz. Mafiyalar endi chisto o'zimizni deb. O'zimizni bolalar bilan o'zimiz deydi. O'zimiz ishimiz. Boshqalar masalan millionlik boshqalar bilan solishtiryapman-da, masalan So'm akaniki yoki Mirshakarniki yana kim bor tam mittalar xo'p, ular kamroq chiqadi. Ya, endi qarang, So'm aka bilan Mirshakarga men solishtirish bu ularga nisbatan hurmatsizlik. Chunki men yoshimga qarang. O'zingiz aytyapsiz. Aka o'ylanib qoldi. Yoshda anaqasi yo'q deb turib, yana o'zingiz anaqa qilyapsiz-da. Nima farqi bor yoshda? Ya, o'ylayman, ular ko'proq isbot qilishlari kerak. Ularni vaqti kamroq qolyapsizmi? Xalqaro. Yaxshi. Akalar sizlarga shunaqa anaqa yo'q. Aldashyapti, bilaman. Mana pullar qilishyapti. Yosh avlodimizda o'z boshladingiz-ku. Ular ko'p narsa qilib. Ular ko'p narsa qilib. Dunyo ko'rish kerak emasmi? Yo'q. Akalar kechiringlar. Keyin so'rab chiqaman.
Ana keyin masalan gapiring. yana bitta narsa bor-ku, ana Instagramda tam yaqinda nima bo'ldi? Red flag degan narsa paydo bo'ldi, termin kirib keldi. Keyin endi nihoyat 1 yil o'tib bizga kirib keldi. masalan hamma har xil tam reaksiya qilyapti-da, bir xil tam red flag man deb chiqqan videoni kimdir tushunyapti, noto'g'ri tushunyapti bir narsa. Kimdir tam keyin o'sha gapirgan qizlarni qo'ydi, tam serlarni videosini qo'yaveryapti, boshqa-boshqada. Men o'sha hayotda sababini uncha tushunmadim-u, to'g'risi. Keyin odamlarniki mayli. Bir ham katta blogerlar chiqibdi, tam prikol qilishida buni. Nafik tam. Endi shuni o'ziga pazarat qo'yapti, bo'ldi, shu chuqurga tushyapti. Mana shunaqa narsa, sizni best qiladigan narsa yo'qmi shunaqa? Ular bo'lmas trendlarga ham reaksiya bildirishyapti-da. U trendlar prosta tam Fikr bildirmas tezroq yo'q Ular shu Taysonni battar mashhur qilishyapti-da. Tayson legenda. o'zi bu trendlarni o'ylab O'tirganmi kichkina emasman. O'zing aksini ko'rma. suv kabi bo'l. Kallang ikki bo'ldi. Lekin bir harakat qotdi, onasini hamsin. Aka, masalan, bunaqa trend ushlab, trend, onasi uchun trend degan so'z menga. Oxirgi marta Chingiz turibdi, bunaqa uzoq menimcha. Endi qayerda masalan Tursunxon ham trendga bo'lganda, ko'pay turgan Men vaqtimoqchi emasman. Ya'ni men qarshi sirkdagi tomoshabinman-da. Menga qancha jinnilar bo'lsa shuncha kayf qilaman. Ishonasizmi? Bizning xalq shunaqa. Sirkka ham chiqib turmaysizmi ora-ora? Sirkka meni chaqirishmaydi. Chunki o'zim kanalimni Chiqib xohlamaysiz. Ha? Chiqib xohlamaysizmi? Sirkami? Sahnagami, sahnasigami? Qanaqa chiqishga bog'liq. Klon bo'lib yo'q katta foiz bilan, lekin qanaqadir hayvonlar bilan birga nimalar eksperiment o'tkazishib, Qachondir masalan hozir 1.4 millionmi, 2 million bo'lar deylik, 3 million bo'lar, yaxshi narsa, допустим 5 million bo'ldingiz-da. Baribir klonga qarab ketmaysizmi? Klonga aylanib ketmaysizmi baribir? Yo'q, men qayta klon emasman aka. Hayotda qanaqasiz, videoda ham shunaqasiz. Yo'q. Qanaqa tushuntirsam. Men videom uchun obrazga tushib o'ynab beraman. Ya'ni hayotda o'sha vaziyatda shunaqa bo'laman. Lekin hayotda unaqa vaziyatlar kam bo'ladi-da. Shuning uchun ham men hayotda o'zim qabristonga borib o'ynayapsizda. Qabristonga borib o'zini seriozga qolishim bu uzr meni content maker sifatida o'lganim bo'ladi-da. Shuning uchun ham men bordim, o'sha vaziyatda men nima qilgan bo'lardim? И всё. Hamma seriozniy hamma narsani o'chirib, ketdi. Prikolni bolachaman, и всё, kontentni qilaman, ketaman. Meni ishim shu. To'g'risi? Ya'ni men hayotdagi obrazim bilan kamera oldidagi obrazim bu oxirgi paytlar ajralib qoldi. Oldin bir xil edi. Chunki oxirgi juda ko'p narsaga men ham boshqacha ishlayman qoldi. Boya siz aytdingiz-ku, ko'p bo'lib ketsa, litso o'ladi nimasi, qadrligi deb. Men ko'p joyda ko'rishda emas, endi o'zi в принципе u odamni content maker sifatida qadrliligiga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Men o'z shaxsiy fikrim. No, ko'p bo'lib ketsa o'ladi degan gapni bu tomonlama to'g'ri deyman. Reaksiya bildirish, ya'ni mashhurlar har bir narsaga reaksiya bildiraversa, to'g'risi meni oldimda juda ko'p, не только O'zbekistonda, boshqa dunyodagi mashhurlar ham bo'lar bo'lmas narsalarga reaksiya bildiraveradi-yu. Masalan, nimalar paydo bo'ldi-yu? Nima deydi? Ko'chada hayvon bo'lib kvadroberlar. Kvadroberga reaksiya bildirmagan qolmadi-da. Chokalar. Rofl, prikol. Men haliga tushunmayapman. O'zi rofl, lekin unga reaksiya bildirmagan artistlar ham, boshqa ham hech kim qolmadi. Kvadro bilan podkast qilaylik sizlar ham. Men hayp yo'q, hozir haypda-yu. Haypdan tushdi, prosta aytmoqchi. Milliy to'yga oshqab chiqilay yoki birontasini. O'rmonga ketaman desa, shkolnik chiqib. Onasini hamsin. Даже hurmatli bo'lgan odamlar ham chiqib reaksiya bildiryapti. Siz o'tirasiz, это же просто rofl. Nimaga sizlar chiqib reaksiya bildiryapsiz? Mana bunaqa narsalar, lekin rostdan ham obrazini tushiradi, litsoni tushiradi. Bo'lar bo'lmasga reaksiya bildirish. Bu krasniy flagda ham-da. Просто Instagram kirasiz, har bitta stories, reels krasniy flag. Блядь deysiz-da. Ya, просто prikol qabul qiling. Sizga qanaqa bo'ldi masalan? Shoshmang. Uzr, birinchi siz tarafdan tushunib keting. Hozir odam noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin bo'ladimda. Qadrsizlarim ketadi 100 deganda, men qadrsizlarim ketaman degani emas. Men chiqqan har bitta videom kommentariyaga любой odam, nafaqat любой odam kirib qarasam, meni ismimdan boshqasi menda manchalik ko'p yozilgan ham yo'qmi? Ya'ni men avtoram, men qadrim tushmagan. Prosta men har doim kelajak bilan o'sha haqida gapiryapsiz-da. Kelajakka qarayman-da. Chunki u kengayib ketaveradi. Hozir agar mana bunaqa kengayib hozir kim ishtisimni yugurib boraversam, oldin bu ishardi. Ya'ni oldin chunki men kommunikatsiya kerak, hamma bilan tanishim kerak edi. Chunki men 600 ming obunachimgacha hech qanaqa blogerman videoga chiqmagan. Mana 600 ming obunachim hech chiqmagan. Любой videoga kirib qaraylik, hech qanaqa bir mashhurlikni ko'rmaysiz. Da, birinchi videoda Gambit bo'lishi mumkin. U paytda Gambit mashhur emas edi. O'zi mashhur emas. Ha, u paytda mana hozir masalan bola o'zini pikini yashirdi. Qo'shqishda o'tirgandi. Ha, yo'q, endi mashhur emas edi, umuman hech kim emas edi demoqchi emasman. Lekin hop bu darajada emas edi. Hamma birga o'sib keldik hammamiz. O'sha bolalar, yana boshqalar aytmoqchi bo'lganim,
Manda kommunikatsiya umuman bo'lmagan hech qanaqa blogerlar bilan. Birinchi bo'lib shu Kamol aka Qahhorov meni YouTube kanaliga chaqirganlar Berkimachoqqa. O'sha paytda men hamma bilan tanishib, birinchi marta o'sha paytda boshqa bloger videosi chiqishni boshlab, qolganlar ham senga shundan keyin chaqira boshlagan. Ungacha ham meni hech kim qo'shmagan. Lekin hamma tanirdi 100%. Qanaqa sanmaslik mumkin? 3 oyda 400 ming obunachi risk yo'qoldi YouTube'da qaytadan bolishi. Prosmotrlar hamma o'sha yo'q joydan bittada men o'zim hayronman. Men Chonzor metrodan asosiy metroga ketardim, ya'ni o'sha tochka. Va 24-kvartal Muhammadjon aka degan ben birga boshlagan akam bor, Muhammadjon aka. Muhammadjon aka uyga borardik. Pul yo'qligidanmi yoki prosta yurish yoqqanidanmi Chonzor metrogacha peshkom borardik. 3-4 kilometr. O'sha payt ketayotganimizda biz endi shunaqa odamizki, ishimiz yo'q. Har kun emas, bir haftada 3 marta yig'ilamiz, YouTube video olamiz, tarqalamiz. Ifsi, birat o'zini ishini bilish qiladi, men montaj qilib bitga qo'yaveraman. Yashash uydan bo'lgan. Menga prosmotrlar va hayotga hali ko'chmagan paytlar. Ya'ni prosmotrlarga aytdim 100 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming o'tib nimadan pul qilar u payt? U paytda tashqi reklamalar bo'lar. Aka men har doim reklama hisobda yashaganman. Va shunaqa hech qachon meni alohida qanaqadir 2-3 daraja planim bo'lmagan, biznesim bo'lmagan. Tashqi reklama qanaqasiz? Nima? Dizaynerlik qilganmisiz nima? Yo'q, o'sha Nimada YouTube'ga reklama. YouTube'ga reklama sotganman. Reklama qanaqa qilib odam topgansiz? Men chiqqanman. Birinchi reklamadan biri. Reklama berish. Olat somsa reklama qilganman, biratman. Olat somsani. Chunki pul bo'lmagan uni siz. Qaysinga o'xshaydigan joyingiz bor ekanda. Qarang. Men именно Olat somsakasiz. Olat somsaga o'zingiz chiqqanmisiz? Ha, men birat boshqa tanishim bo'lgan. Ya'ni qaysiman tanishim, ya'ni oldi salom alaykum bo'lgan, men taniganlar. Birat deganman, YouTube shunaqa video qo'yma, zo'r ketadi. Qarang 300 ming bo'ldi deganman. Давайте siz olsangizni ham menga shu reklamaga bering. Men hozir qo'llab-quvvatlab yuboring. Menga pul kerak. Грубо говоря. Nech pul degan? $300 deganman. Ikkita reklamani sotaman $300 ga. Ishonasizmi? U paytda emas. Ha, u pashi pul yo'q. Men ofisda o'tiraman qotgandan yeb. Vitamin kamay kasal bo'lib ketaman kundan kunga. Men lekin o'sha paytda ham o'sha $300 video ketib ko'rganman. Va o'sha Mo'rtiga Berkimachoq degan video olganmiz zato. Ishonasizmi? Ismi o'zi ham odam, libo odam qiziqtiradigan ism bo'lgan. Вот haligacha o'sha video 3 milliongacha chiqib ketdi mana. O'sha reklamasini o'chirib tashlagan. Hali o'sha reklamasi turibdi. Ishonasizmi? Ya'ni o'sha paytda ular ham tipa bitcoin qilgan. Ya'ni investitsiya qilgan, и все, u narsa o'sib 3 milliongacha chiqib bordi. Keyin ham qilib berdingiz reklama biron marta? Yo'q, keyin ishlamaganman. Qornoch payti somsa yaxshi ketadi. Zo'r Qornoch payti somsadagi buxankanani qotganini yeganmiz degan. Sotolgan ekansiz-ku, mana nimaga boshqalarni oladi? Sotolmaymiz YouTube'ga. Ko'pchiligini oladi. O'zlar odat klientni o'zi chiqmagani uchun nimami? Bilmayman, kimni oladi, kimni qiladi, lekin siz olmaysizmi? Men umuman hech kimdan qarz olmaganman даже. Ya'ni YouTube uchun. Men har doim YouTube o'zim oqlab kelganman-da. Lekin qarang, men ulardan masalan ular deb endi kim nazar tutganingizni bilmayman, lekin men 90% YouTube bilan eng katta farqi men o'zim montaj qilishim qilaman. Ya'ni menga rasxodim yo'q. Komanda yo'q hisobida. Ha, men yutqizishim mumkin emas edi bu o'yinda. Agar men bu o'yin yutqizsam, men Arsenal bo'lardim Real yutqizgan. Shosmi? Bekor aytdingiz. Okey, mayli. Barsakimiz. Sen tanishib bo'lib, hammamiz men Atletico Madrid. Men Barsa. Hamma kelasi Realchida o'tirdi. Real degan so'zni umuman ishlatmang-da, u podkastda boshqa. Bo'ldi, bo'lsa hayotga Realni qarang, xudo. Nima? Muhabbat bor-ku. Masalan, normal harakat qiladi, 300 ming, 400 ming tam prosmotr yaxshi, boshqasi yaxshi-da. Bitta qiz bor-da, Muhabbat bilan degan kanali bor. U qayerda turizm uniki ko'proq. Lifestyle-da uniki ko'proq. U ham vlog lekin uniki. Vlog. Hozir Eronga borib keldi, Eronda syomka qilib keldi, Eronnida. AQShga borib, AQShda syomka qilib kelgan. AQShdagi Eronga bordi, AQSh vizasi kurashi, Ko'kdalada osh, birlar. Uniki ham vlog. Mana bu million 900 mingga bordi, lekin reklamasi yo'q. O'zi qanaqasidan qilyapti? O'zi syomka qiladi, o'sha puldan. O'zi syomka qiladi, o'zi montaj qiladi. Men o'ylayman, kommunikatsiya kerak. Sizdan ko'ra bu ko'proq reklama olish nimasi ko'proq, potensiali ko'proq. Siz qilayotgan kontentga hamma ham beravermaydi reklama. Masalan, buni lekin sizda qilyapti reklama. No, brat, qarang, bu yerda kontent farqlaganda, o'zbek dunyoda birinchi o'rinda razvedkaning kontent turibdi hozir. YouTube bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham. Endi muzikani nimadir urib qo'yish mumkin, nimadirlar bo'yicha yoki detskiy kontent nimadir urish mumkin, lekin aslida soqqa ko'p olib keladigani, razvedkaning kontent top ishlardan past emas 100%. Hop, chunki vloglar davri o'tgan paytda yashaymiz hozir. Shunisi, masalan, agarda bular men bilan kontent ko'rmaganman, lekin bular shunaqa prosentga yig'otdilar, demak nimadir bor bu yerda.
va bular katta hozirdan reklama olish uchun kollaboratsiya qilishlari kerak. Va men ham o'sha 600 ming obunachigacha kunim bilan yashaganman. Kollaboratsiya qilishgan boshqa blogerlar bilan birga. Qarang. Men reklamadatelman. Bilasiz, biz reklamadatellar hammasi kubukchasidan chiqqan odamchalar, ya'ni o'zini tanishlari reklama beradi, guruhiga boradi. O'zi ishlab ko'rgan odamlar reklama, hech kim begonalarga bermaydi bular. Begonalar 1 milliard prosentli yig'ib, ot olib, kursda hamma voyda otayotgan ham reklama bermaydi. Tanish bo'lsa, takoy ko'ngil tinchroq. Shunaqa bir 70% shunaqaroq bari. Chunki men o'zim shundan yashab o'tganman. Men narxda avlid deb o'ylaydim. Nima sabab? Yo'q, bilmayman. Qanaqadir sabab. Yo'q. Men berganman sizga. Umuman tanilmaganman. Siz qanday? Yo'q, men qatorda ko'rgansiz siz. Qanaqadir kimni blogerlarni ko'rgansiz? Men ungacha yo'q edingiz masalan ham. Net. Ya, endi aynan shunga bog'liq demoqchi emasman, lekin 70% shunga bog'liq. Ya'ni qanaqasiga? Menda tashqi reklamalar bo'lardi. 1-2 oyda bitta bo'lardi. Bitta reklama olib turib, 718 yevroga ishlatsak ham sotilardi. O'sha pulni bo'lib ishlatardim. Keyingi reklamaga kelguncha. Keyingi reklama uchun yashab qolishim kerak. Keyingi reklama 100 so'z bilan 1 oyda kelmaydi, mana shunday. Вообще risk ekan-ku. Ha, no, shuni o'tgandan keyin Yo hayot yo mamot ekanda. Nima deydi? Keyingi harakatlaringizda kontent qilishdan boshqa qanaqadir hayotiy, shaxsiy hayotiy harakatlaringizni planirovka qilishingiz qiyin-da bu vaziyat. Ha, no, u vaziyatda men nimagadir 100% ishonganman. Men 100% ishonganman, что bu bitta period o'tib ketadi. Va undan keyin hop, endi qiziqroq joyi Hop. Men blogerdan birga chiqishni boshladim. Ya'ni kommunikga bitta chaqirdilar, bitta ko'rdim, litsenziyaim bitta aylanib oldi. Ya'ni men avtoram bor-ku. Men avtoram просто qayerda chiqishim kutibdi. Bunisi tayyor turibdi. Ipsi o'sha videoning komment portlab ketdi, buf bo'ldi. Hamma omon keyin masalan kommunik ko'paytdi ham hozir ham reklama bo'yicha, no juda professional. Men uchun, ya'ni Kamol Qahhorovdan. Kamol Qahhorov. Reklama o'sha payt ularni reklamadatellarga boshqalar ko'rganmi yoki o'zi aprikat qilganmi? Короче, menga reklamadatel kelish boshlagan. Va yana men boshqa blogerni ishlaganman, yana boshqa. Короче, kimni reklamasi ko'p bo'lsa, men o'shani ishlaganman. Ya'ni shunaqaroq logika ishlaydi bizda. Agar biror kun va shunda masalan siz menga reklama berasiz va bular yangi chiqqan odamlarda, siz meni videomni ko'rayotgan paytingiz, meniki ekan, o'qitib, bosh bola hamma gapiradi. Qani menga bitta berib qo'yaylik, rezultatga o'tdi. Bo'ldi, bu bilan ishlaymiz. Bu bilan ham yaqin ekan deb o'ylagan. Bu bilan ham ishlaymiz bo'lgan. Bo'lish shu. Ya'ni bizda prosmotrdan ko'ra ko'proq kommunikatsiya ko'proq qimmatroq turadi. network. Musqatdan bilasiz bo'lmasa bir 10 ming 15 ming подписчик bor odamchalar qanaqadir Coca-Cola reklama qiladi. Серьезно, masalan 30 ming подписчик bor, prosmot o'sha Coca-Cola reklama qiladi, reklamasi 10 mingdan prosmot olgan. Lekin qimmat sotadi onasi emasmi? Chunki auditoriyasi qimmatda ularning. 30 ming bo'lsa ham 30 ming 30 ming kishi. Men bunaqa deb hisoblayman. Yo'q, qarang, mana matematikchi. Masalan, sizga aslida reklama bermagan ishim, siz chiqyapsiz-da, Coca-Cola reklama qilyapsiz, как будто sizga reklama bergan. Uni orqasidan boshqa reklamadachilar ham, tipo bunga reklama chiqyapti. Reklama tortadigan gap bor, lekin men sanab ko'rmaganman. Hech kim unaqa qilmasi kerak. Men lekin shunaqa narsalar ko'p eshitganman shu narsa. Ya, reklama qiladi o'tirib. Reklama tortadi. Yoki o'ziga chiqishi mumkin. Masalan, bu safar Cola'ni qilib ketasiz, keyingi safar Cola'ga chiqib turib, o'tgan safar reklama qiluvdim, mana bunaqa prosmotr deb analitikani ko'rsatib turib. Da, keyin o'zingiz chiqasiz kompaniyaga. Lekin u men zo'r pozitsiya menimcha. Biz kishi masalan va'da bergandan ko'ra yo'q narsa aytgandan ko'ra mana qildim, buncha bo'ldi. Ber yana buncha pul ber bo'ldi desa yaxshi. Shu narsa haqida eshitdim-da. Lekin agar biror kun tam startap temaga o'tib ketib, biznes boshlasangiz, birinchi menga ayting, farrosh bo'lib bo'lsa ham ishlayman shu proyektda bor-ku. Chestno. Nimaga? Chista shunaqa odamlar bo'ladi-da. Shunaqa tipajga tortar ekansiz. Qaytmasa, risk qilishdan qaytmaydigan bo'ladi-ku. No, o'zini oqiladi, xudoga shukr. Oqilamaganda hozir anasini bozorda. Tipata zo'r savdogar bo'lardim lekin, bor-ku, ishoninglar. Lekin hali ham savdo qilman. Ya'ni qaysi ma'noda? Hozircha litsenziyam bilan boshqa narsa bilan qolmanu. Lishni produktlarim yaqinda chiqaring. Savdoni kattasi bo'ladi. Men Merchdan boshlaysizmi? Endi Merchdan lekin harakat ko'rishim kerak. Biz hozir Xitoyga yaqin tanishlarimiz chiqyapti. Chiqib kelsinchi, apparatlar olib kelmoqchimiz. Mana qarang. Produkt chiqaradigan. Yaxshi. Biz endi ko'pchilik masalan qildi, o'xshamadi deyishyapti. Sifat yaxshi emas edi. nima? Masalan, Jahon Cruz masalan ishim brend. Eng katta ishim brend va O'zbekistonda ham hali bundan hali kattasi bo'lmadi. Endi Jahongir Xo'jayev ham har xil produktlar qildilar, uni ko'rmadim. Sariq bola pizzasi o'xshadi. Ya, sariq pizza boshqa, men magazinda, marketda sotadigan, doimiy sotiladigan produkt haqida gap ketyapti-da. Chakana so'ladi. Aynan bunaqada ham aka tuxumni nimadir chiqardilar. Kindirmi men o'zim ko'rmagan uchun haqida fikr bildirmayman. Lekin juda men qattiq xohlardim. Bizda lishni produkt anaqasi tendensiyasi o'sishini. Har bir influencer masalan qanaqadir masalan kimdir aqlli kontent qilyapti. Til bilan aloqador kontent qilyapti-da, o'zini lug'at kitobchasi bor.
undan sotib olish mumkin. Shundan o'zini mana bu saytida olib sotib olish mumkin. Masalan, kimda sayohatga aloqador kontent qilyapti, kimda sayohatga qilsa, keyin kiyimini sotyapti. Ana u bloger bor edi. Bitta opa chiqadi-yu, witch. I'm a good witch deb chiqadi. Men yaxshi yalmog'izman deb chiqadi, tam nimadir sitat aytadi-da. Oxirida menga ishonaver, men yaxshi anaqaman, yaxshi sehrgarman deb qo'yadi-da, yaxshi yalmog'izman deb qanaqa tarjima qilaman? I'm a good witch deb qo'yadi-da. Kirsang, tam biyosga kirsang, shunday kirsang, prям do'kon bo'lyapti-da, borku. Ana u tam sehrga oid bir narsalar, tayoqchalar, ana o'tlar, kiyim, tafsiga narsa, bir men mingtacha narsa ko'rganman-da. Arzon emas keyin. Reklamasidan ko'ra o'sha magazindan katta summa oladi. Va hozir men oldimdagi eng katta missiya deb o'ylayotgan narsam bu qancha proval bo'lsa ham, qancha odam bile shu ish boshladi o'xshamadi desa ham shuni qilib ko'rishim kerak. Ya'ni lishniy produktni men bizlarga o'rgatishim kerak. O'zim o'ylayman, все равно umuman influencer, любой influencer trend, более-менее trenddaligi vaqtida yig'ib aytaylik, biznes qilib qo'yish kerak, chunki ertaga baribir xohlaymiz yo'qmi, tvorskiy krizis bor. Keyin bundan chiqib ketadimi, chiqib ketmaydimi, baribir menimcha biznes kerak bo'ladi. Tvorskiy krizisdan chiqib ketish uchun ham biznes kerak-da. Spokойно bo'lish uchun. Hozir endi shu uchun endi shu narsa qilib ko'rmoqchiman. Hozir boshida endi hozir merch bo'yicha menga taklif keldi. Qilib beramiz, bu qilamiz deb. Endi hozir merch bo'yicha sekin bitta boshqa qator borsak, arzon do'st ko'p katta narsa qilishim kerak. Ya'ni men bitta kolleksiya solib qo'yadigan qimmat narsa qila olmayman-da. Ya'ni qila olmayman emas, ya'ni uni kimga pul bersa qilib beradi-ku, dizaynni tikib berish, shu narsa-ku, ya'ni material narsa yo'q qilsa bo'ladi. Lekin men u narsa menga kayf bermaydi. Somla sifatga chiqish kerak menga. Menga shu narsa kayf beradi. Sizga massivist kerak. Ha, men ko'rsatib yurganimda odamlar sizda meni yuzim turishini xohlayman, все. Odamlar reklama qilishni xohlayman. Odamlar kirsa mashinasiga yopib qo'yaman. Masalan, biz yaqinda endi bu yil men eng katta o'ylagan narsadan biri bu YouTube imperiyasini qurish, squad va o'shandan keyin mana bu YouTube'da oila yo'q deyapman-ku, o'sha oilani paydo qilish. Labelmi tipa to? Da, label squad shunaqa desa bo'ladi. Va hozir shu uchun ham kim YouTube boshqatgan bo'lsa, men hammani oldida turibman. Ya'ni hozir YouTube boshqatganlar, masalan, aynan bizani yo'nalishda boshqatganlarni 70% o'zi aslida YouTube prodyuseri sifatida o'zim oldida turibman hammani. Ahror Alixonovni ham shu. Unda Ahror aka bilan birga o'zimiz hamma mafiyalarni yoki boshqa videolarni hammasini birga qilaylik. Production qilsangiz kattaroq qilib, masalan, instrumentdan bersangiz, tim bo'lib resurs bersangiz. Men masalan hozir mana qarang. Sekin-sekin, ya'ni bu yildan boshlab katta kompaniyalar YouTube'ga qiziqish boshlayapti. Va Pemi ham boshqalar. Ha, YouTube'ga qiziqish boshlayapti masalan. Men hozir qaysidir bittasiga o'zi production qurib olay, chiqaman. Любой YouTube kanalini ber menga. Men 1 yilda agar sen 100 ming qilib bermasam, men pulini ham kerak, pulini ham olmayman. Qilib beraman. Qilib bergandan keyin lekin shartimiz bor, men bilan kompaniyamiz stabil ishlaydi. Zapuskolog bo'laykansiz-da. Zapuskolog bo'laykansiz-da. Bilmayman nima deyman. Lekin men o'zim YouTube prodyuser sifatida ham o'zim oshib chiqmaganman. Zapusda siz lishniy brendingizni qurib beramiz, bu narsa oyiga $1,5 ming. Ya, men lishniy brend emas. Men biznes, любой bizneslarni YouTube'ni zo'r qilib yurg'izib bera olaman. Yurg'izib beraman. O'zingizga chiqishmaganmi deyapti, lishniy brend qilib beramiz. Birorta odam chiqib, masalan, YouTube'ni ko'tarmoqchi. O'zingizga lishniy brend qilsin, yo'q hozir. Kimsan siz? Ya'ni, yo'q. Men o'rgatardim menga. Zo'r men hammasini bilaman demoqchi emasman. Lekin men kimdandir o'rganish xohlamayman-da. Bu ukam men o'rganish xohlasam, ukam nima kerak? O'zlari biladi. Emosiyaga ketdim. Kechiringlar, iltimos. Ya, agarda men nimadir o'rganish xohlasam, YouTube'dan kiraman, o'rganaman. Masalan, siz yoki siz bilan gaplashganda nimadir aytsangiz, deb tushunib olaman, все. Ya'ni aynan bu yo'nalishda kimdandir dars olish niyatim yo'q meni. Ayniqsa lishniy brend bo'yicha. Ko'rdim zapuskologlarni o'zi ikkitasi orqasida ikkita BID bilan turadi-da, men yarim oy oldin pulim yo'q edi. Bittasi televizorga chiqdi yaqinda. BID oldim deb. Men deydi O'zbekistonda yagona anaqaman deydi, Instagramda 1 million prosmotrda garantiya chiqdi. Instagram 1 million prosmotr bilib bo'lmish ham garantiya beradi. Aka Instagramdagi 1 million prosmotr 2020-yilda TikTokdagi 1 million prosmotrdan даже qadr tushib ketdi hozir. O'sha paytda даже million prosmotr hech qiyin edi. Targitsiz. Aka Reels chiqdi. Reels chiqqandan keyin davlat. Aka Reelsga ham qancha blogerlar kun-kuniga yashatdi prosmotr yemasdan cringe narsa qilib. Lekin men hozir Reels chiqqandan keyin 10 mingga olmayman u prosmotr. 10 mingta prosmotr yig'ishim qiyin bo'lyapti-ku. 1000ta podpish qila olmayman. 60 ta siz doirangiz kichkina aka, siz doirangiz kichkina bo'lyapti. Doirani kengroq oling. Ya'ni ana to'payroq tushunishga osonroq narsa qiling, все. O qiziq emas-da u narsa. Ha? U narsani qilish o'ziga. U narsani o'zi xohlaydi. Demak, sizga men olmayman endi. Siz og'ir yo'l tanladingizmi, все. Masalan, anaqa boksga urishga borasiz, kaltaganingizda xafa bo'lasiz, bu sog'li odam emas.
Просто dardim. To'p berishmadi siz, ha? Boksga ringga chiqib, to'p qani deb. Barata qanaqa Gol uraman. Shunaqa Nimaga qabristonga borganingiz bor-ku? O'sha endi boshlagan paytlaringiz. Qabristonga boringiz, qanaqa ruxsat oldingiz syomka qilgan? Mana shu Bo'lsa kirib bordim. yo men ko'rdim shunaqa kontentlarni. qorovuli bo'lmaydi. Qorovuli bo'ladi. Faqat qabriston haqida gapirmayapman. Balkim bordir, bilmayman, lekin minorda o'tiradi. Lekin katta svet bilan qabristonning ichida yorida o'tiribsiz qabrlarni. Hech kim kelib so'ramadi. qaysi birini edi, shoshmaysiz, Borgandir. Xristianlar qabristonidan Yo, birinchi qabristonlar bo'yicha birinchi qanday aytaman. Birinchi kontentda bitta nakamernikmi, chiroqchani olganmiz, shu bo'ldi, kirib ketganmiz. Ya bizda shunaqa bo'lmagan. Biz shuna yashanib boramiz, kirganmiz, so'ng kirganmiz. Kechqurun qabristonga kim qaraydi? Qaramaydi. Yo'q, biz to'g'ri o'tiradi. Bitta ham odam o'tiradi. Endi siz sentralniy qabristonda aytmang, siz boshqa chekkaroqqa borib olgandilar-da. Chetroqdan olgan. Ko'kchani qabristonga birinchi marta borganman. Ko'kcha ham normal. Ko'kcha ham normal. Men bilmayman. Chunki anaqa Ko'kchani qabristonda mif ko'proq-da, nisbatan o'zbekiston qabristonlariga. Men o'ylayapman, qorovul bo'lsa ham bitta qaragan, chiroqlar yonib, qabrlar ustida kimdir yugurib. Ketdim uyga, sen ham kerak emas deganda surgan odam. Ya просто qop qorong'ida, atrofda boshqa svetli yo'q-da, kichkina fonarik yoqsangiz ham bunday bo'lib. Qabristonni qorovuldan dovyurak odam bo'lmasa kerak. Ya qabriston menga strashniy joy emas-ku. Strashniy emas. Men o'smozordan qo'rqdim, lekin onasidan so'ng yomon qo'rqdim O'smozordan. Nabarat qo'rqinchli emas. Ekstrasensiz bo'ladi. Yo'q, onasidan Xo'jib xolamiysizmi? Men yoshligimda 100 kun ko'rib kelgan odam sifatida aytaman, u biladi, krest onasidan so'ng yomon qo'rqadi odamida. Eng qizig'i ovoz kelyapti-yu, o'smozorga boramiz. Ovoz kelyapti deb tashladim. Yo, onangni nima ekan bu domanda? Boramizda, borsak bilib turibmiz, to'g'ridagi daraxt tagidan kelyapti. Tushunmaymiz nimadan kelayotgani. Keyin men bormayman, qarashdan men yurgan to'xtab qolib bormayman. Kontentingga yo'ldi. Lekin Ulug'bekning akam bor. Hozir Dimasning O'zbekistondagi ovozi. Abdulatlan boshdan beri birgamizda, pashti. Bir 200 ming abonachini berganmizda, pashti. Lekin bir buni boshdan tanishmagan, ya'ni o'sha rejissyorlar o'zi aslida kinolar. Xo'p. Ben boraman ko'raman deyaptilar. Ben bilmasam ketolmayman deyaptilar. Ipni qo'y, 2 qadam yuribdilar. Ilon chiqib qoldi oyog'ingizdan, oyoq tagidan. Shuna sekin qaytib, sekin ketdik bo'ldi. O'rsa bozor shu Sizlar qabristonda kino olamiz. Men sizga Kino olmoqchi bo'lganmiz, o'shani qilish kerak edi aslida. Men nimada kristik holda aytdingiz, qo'rqaman deb esimga tushib ketdi. Короче, tashlandiq nimaga borgansiz? Oldir bu ham eski videolaringizni. Borganlarda tashlandiq binoga bitta brat bilan o'tirib, men musor mana narsalar bo'layapti. İçinden bitta narsa olayaptilar. Короче, somondan qilinganda, krestga o'xshatib qilinganda, bog'langanda. Odamchami? U reaksiya rol emas-da, u. Boru qilingan ko'zladi. Nima bu, nimaga bu bog'langan dedi. Kimdir tayyorlab ketgan-ku. Ya, endi Assoq o'qigandir-da. Men boshda o'yladim, rol deb o'yladim, lekin bunday reaksiyaga qarayman, u pizdes reaksiya. Qilingan reaksiyada u. Chiqib berganini ham qarang-da. U tushunlardan chiqib berganini qarang. Bizda nimadir ham bo'ladi. Bizda juda bir sodda video olganmiz-da. Ya'ni syomkasi yarim soatda bo'lgan. Lekin o'sha video salkam ko'nglimga tushib qolgan, ya'ni shunaqa qo'rqinchli ma'noda, ya'ni shunaqa o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan narsalardan. Bu biza 7 qubur emas, 7 qubur emas, 7 quburga chunki biz davomini olaman deb bormagan. Uni davomini aytgancha olmagan ham. U masalan 50 ming to'lagan davomini olaman deganman, 150 ming to'lagan ketgan u. Olmaganman uni. Shu uchun aytib obunachiga javob berib ketding, nimaga olmaganim? Men Uchtepa tarafda ofisim bo'lardi. O'sha 2 kvadrat joyni remont qilib, lekin ofis Imperium qurmoqchi o'sha paytlar. Men o'sha videoni olganman. O'sha tarafda chuqur qazib sotdi o'sha paytda. Yer tagidan qazib nadil qilishyotdi. O'sha videoni olganman, qo'yganman, 50 ming to'lagan yig'di. 2 kundan keyin borishim kerak, davomini olishim kerak. Yomg'ir yog'yapti yana. Yer tushib ketadi baski. O'sha paytda o'sha Uchtepada qaziyotgan yer tushib ketib, 2 ta 3 ta odam o'lgan. Voy bila. Shonsida? Ana birinchi qismi kontentingiz chiqqan ko'p bo'lmachi kerak. Yo'q, 1 yilcha bo'ldi men. Ko'p bo'lgan. Itako shuni odam. Populyarniy kontentda bo'ldi. Shuni odam shuni paf o'lganini eshitdim. Ustiga yer tushib ketib o'ldi. Endi tirik qolishdi, вообще. Cho'lchang bo'lishga tirik qolishni bilmayman. Nefil tushunmayman. Xullas, qabrmi bo'lgan tepasi tagidan mana bunaqa g'orga o'xshagan joy bor. Tunnel Biz 7 ta bo'lgan, 7-siga borsang nimadir degan mifi bor. Biz 5 tasigacha borganmiz. Shu ko'rishingiz uchun ko'rsingmi? 5 ta stoykami? Tipa to'g'ri shungacha bor. Yo'q, mana bunaqa chiqib kirib kiraman. Tunnelchalar shonsizmi? Ustimizda yer. Yer shunaqaki bir mushtsiz tushib ketadi, shonsizmi? Shunaqa yerda eng qizig'i biz borganimizda hali sal-pal yomg'ir ham yoqqandi.
Ya, endi brat, shunisi shu uchun o'sha o'tiraman-ku. Nimaga qozib qo'yilgan joylar? Nimaga qozib qo'yilgan? Biz bilmaymiz, hech kim bilmaydi u narsani. Shunisi bilan qiz, tasavvur qiling, ustida qabriston, tagida boshqa quvurchalar bor. Bitta o'rda vaqt o'lgan ham kelishi mumkin. 5-sidan o'tayotgan vaqtingiz kimdir oyog'ingizdan shuni ushlab olib chiqib ketinglar mani desa. Suyagan Olib chiqib ketinglar mani. Bizda o'ta suyli topilgan, keyin biz Bolam suv borlar, tipa nimadir olib kelib boshda o'tirib yeydi. Shunaqa tushuntirishgan. Bu yoqqanga borgansizlar o'sha yerda. Ha, ikkinchi marta keyin juda kuchli yomg'ir yog'di. Endi yomg'ir yoqqani qanaqa? Hozirgi yomg'irlardan-da, ya'ni prosta такой yomg'ir yog'adi uchun yog'ayotgan yomg'irlar. Xo'p. Yomg'ir yog'di uchun yog'maydi. Yomg'ir qanday bo'lsa? To'xtang, brat qarang. Yo siz Qonunlarimizni so'rab olish shunda. Shuning uchun ham men o'lib ketmaslik uchun o'sha videoni olmaganman. O'lgan odam kim bo'lgan u? u keyin bo'lgan, keyinchalik syomka qilib Uni bo'lgan. o'sha videoni chiqardim. Kimdir borib ko'rganmi shuni? Yo'q, boshqa joyda. Mana men Toshkent viloyatiga borib o'sha videoni olib keldim. Yana Toshkent viloyatiga borib o'sha videoni olishim kerak. Aha. Va men ishlaydigan ofis oldida xuddi chuqur qazishyapti. Yer tagidan turib o'tqizish uchun. Va videoni chiqardim. Kirili prosmotrlarni yig'di va men davomini olishga tayyorman. Va o'sha payti, o'sha chuqur qaziyotgan payti yer tagida qaziyapti, to'ylar qilib. Yer ustiga tushgan o'sha odamlar o'lgan ishda. Sizga travma nima bo'lib qolganda? Na, u buni o'ylaganman. Biladim, men o'lsam, keyin o'lgandan keyin o'lsasi bo'lganman. Siz ko'proq, menimcha siz ko'proq birinchi chaysiz qanday olganman deb tasavvur qilgansiz. Ertaga antidepressantlar olib suka. Shundan qaradim, obunachilar ya balabol, men uni olmayman, siz men tayyorman. Men boyagi birinchisiga borganingizga aytayman o'zi. Uni o'zi anaqa shunaqa kontent qiladiganlar ko'p odamlar o'ylaydi-yu, o'zini osib qo'yadi, bir nima qilib qo'yadi, jinni bo'lib qoladi. Brat, men kayf qilaman, brat. Men mana hozir ancha bormayman, chunki Toshkentda ham buzib tashlashdi ko'p bino. Tashqarida murkam buzib tashlashdi. Buzib o'rniga domlar nimadir qurib tashlashdi hozir hamma narsani. Milliarder uyi bo'lardi, eski Kars uyi bo'lardi o'sha tepada. Uni ham buzib tashlashdi. Kars oldin O'rizor bozorida xo'jayini bo'lgan. Siqishqon o'rashgandan ishlanadi, uni ismini bilgan. O'sha bratda uyi bor. Uy endi G'ofur G'ulom eski parkidan ham yaxshiroqda. Yo'q, men megafob odamman-da. Men o'zimni haybatli, ayniqsa haykallardan juda qattiq qo'rqadigan odamman. Itakoy bog' haykal turibdi, to'ra tashga domdek haykal turibdi. U hovlining o'rtasida milliarder uyida kirsa turibdi-da. Shunaqa qo'rqaman, короче, ishdan bizib hozir Murat Buildingga qo'yaptilar. Yomonmi? Просто shunaqa fakt aytaman. Nima o'zingiz Haykal bitta haykali bo'lgandir. Ana arvohlar unaqa tema bo'ladi. O'zi ishonasizmi shu temaga? Arvoh prям din bo'yicha ishonaman, lekin u narsa aynan kimgadir tegib kimdir chekirib olishiga men hech qachon ishonmayman. Yo'q, Fakt hech kim keltirib berolmaydi. Jinchalib ketishi unaqa narsa. Yo'q, o'sha psixologik travma kimdir qo'rqadi. Bu men o'ylayman, din bo'yichada temadan nima tashqari ham odamlar aytadi-yu, bu ko'proq navrot g'arbiy tushunchalardan kelgan. Stakan turadi, stakan urilib uchib ketib qoladi o'zidan o'zi. Ruhiy tushunish bor. Qanaqa ruhlarni aytayman. Aynan mana shu temada, ya'ni misol din bo'yicha ham aytilgan taraflar bor. Ya'ni bizlar eski shayximiz aytib ketganlarki, jinchalish, jinkirish degan narsa bizda umuman yo'q edi. Kimdirlar borib o'sha Eronlarda qayerda o'qib keldinglar, shu narsani olib kelib, mana shundan soqib qo'yasizlar. Men endi o'zim tilda gapiraman. Bunaqasiga ishonish kerak emas. Bidat deb o'yladim. Deganlarda o'zlari. Men xuddi o'shani menga orda endi olib kiryapsa degan bo'lsa adashgan ekanlar. Chunki Abdulla Qodiriyning Jinlar bazmi degan hikoyasi bor. Endi u odamcha javob men eshitgan narsa aytaman. Ya'ni men atsilka qilib beraman. Ya'ni o'sha narsa qarshi videoga qo'yganman. Bo'ldi o'rtoqlar. Mana shunaqa degan ekan. Shu uchun ham endi men shunga tayanib qolman. Jin manimcha jinda bor deyo adashmasam. Sondinda ham bor demamchi jin. Yo'q, men yo'q demayman. Odamcha kirib olib, odam ustidan odammi jin. Men bu narsaga ishonasizmi? Sen kimsan? Do'st, bila. Tushunamsizlar? Odamlar yo'q. Chiqaradi videolar. Yo'q, undan ko'ra nima bo'lyapti yaxshiroq-da, brat. Odam. Ha, undan ko'ra. Qanday ko'rasiz-da, uni ko'rasangiz bo'ladi. Men 10 ming yoshdaman deydi. Uni 10 ming yoshga. Lekin biz xalq folbinga ham ishonadi, haligacha tarbiyalash kerak. Men hozir Endi tarbiyalash kerak degan. Bu temaga men Yo, u avlod o'lib ketishi. puli tarbiyalay, pulini tugaydi, keyin tarbiyalanadi, bormaydi. Men bu unaqa chuqurlashmoqchi emas, men prosta aytayotganim, mana ular bor-ku, mana bu narsa tushib ketib qoladi, vilkalar tushib ketib qoladi, mana shunaqa temaga. Quest. Questga tushib turasizmi o'zingiz? Questga tushaman, lekin men urushlar yoqmaydi. Men qo'rqitib urmaylar. Uni tanlasa bo'ladi-yu. Ha, undan keyin shunaqa qilib qo'ydim. Endi bolalar bilan kirganda bolalar injoz kesidi, hamma qo'li ko'kargan. Rossiyada ham qayerdadir yo Toshkentda. Yo'q, вообще. Qaysi qizi yuragi yorilib bo'lib qoptimi, shunaqa deyishdi Quest. Ya, bo'lmasa kirish kerak emas.
Anaqa. Na, bu ham bitta qiz yuraverib Shunaqa qo'ygan. Shunaqa. U fulga kirishgan emas. Speedni quest Mini insultmi, mini infarktmi shunaqa narsa bo'lganda, shunga o'xshash. Bo'lishi mumkin. Ya, risk qilmaydi bo'lmasa. Bu uydagilar hech gapirganmi yo'qmi? Yo'q, nima deyishadi? Ko'rishmasa ham kerak. Yo'q, ko'rishadi. Dadam marhamat videom chiqqandan keyin Qabristonga borganingiz ham ko'rishadi. Nima bu bolam deyishmaydi. Yo'q, menga ishonishadi bo'ldi. Chunki men shu paytgacha hech qachon ishonchi bir buzib yoki qachondir qaysi kvartira, qaysi qizim yoki qaysi qachondir qo'limda sigaret yoki cho'ntagimda sigaret yoki qachondir qana ichayotganim, unaqa narsalar bo'lmagan menda. Chunki men buni xohlamayman. Ya'ni men uchun bu juda arzon narsalar, arzon dopamin, arzon odam uchun. Men o'zimni normal yashab, o'zim kayf ijodda ertaga bolalarim yoki ertaga men oilam kayf qilishini xohlamayman. Demak, men qimmatroq odam bo'lishim kerak-da. Shu uchun ham harakat qilaman, qimmatroq odam bo'lishga, shu uchun ham oiladagilarim menga full tushunishadi. Men aka kim 16-17 yoshda masalanda ofisda yashab yurgan bironta uyga boribda, uyim masalan viloyatda bo'lsa ekan, tushunsam. Toshkentda 20-kvartalda bo'lgan o'sha payt. Shuna metroga o'tiraman, boraman, shuna chiqaman, avtobus chiqaman, boraman. Agar javob bo'lsa bir necha o'sha paytda 1200 dan masalan 2400 so'mga xarajat qilishga masalan qilsam bo'lardi-ku. Lekin men prinsipim bo'lgan. Men qilaman degan prinsipga, chunki deylar ishonishmagan o'sha paytlar. Endi to'g'ri tushunaman, chunki men ham balkim ishonmagan bo'lardim. Agar men o'zim masalan boshqa ishda bo'lib turgan paytim, yosh bola buni qilaman desa, prosta maksimalist yosh o'g'lim degan bo'lardim. Lekin ular mayli maksimalist bilan o'qibli qot ikkining chiqdi. Ha mayli. Ozgina isbotlading, davomini isbotlasang, mana senga vaqt berishgan, все. Ya'ni men riskim katta bo'lgan, shuning uchun ham men majbur edim katta rezultat qilishga. Bo'lmasa men haqqim bo'lmasa men tasavvur qiling, agar hozir o'xshamagan umrim bo'yi men ularning ko'ziga qana ko'rinardim. Ya'ni shuncha 3 yil uxlab ketib, 3 yil nimadir o'qib, nimadir qilsam bo'lardi-ku degan narsa bo'ladi. Endi hozir qarang, siz mana shuni ko'tarilib keldingiz, endi hozirgi nuqtada o'sha vaqtda siz deylik, misol uchun yulduzlik kasali degan tushuncha o'sha vaqt siz uchun qanaqa bo'lgan? Hozir qanaqa? Sizda shunaqa o'zingizda shunaqa yulduzlik kasali uchragan o'ylik? Qani yaqinda shu narsa bo'yicha gaplashdim-da. Chunki ikki xil bo'ladi tasavvur. Hozir unda ishonma. Yaqinda shu narsa bo'yicha bitta odam bitta blogerman gaplashdim. Ikkalamiz fikrimiz bitta joydan chiqdi va bu haqida shuni bilib kelaman. Yulduzlik kasali bilasing, kimlar chalinadi? Kim? Noloyiqcha to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda? Tipa ko'rmaganni ko'rgan tursinmi? O'zi dabayatsa qilmaganlar. Masalan, agar men o'sha paytda ikkita video qilib, 3-videomdan уже men prosimda tushib ketganda, men yulduzdan shunday qolardim. Lekin men qora kunni ham ko'rganman-ku, shuning uchun bilaman. Hozir men bilaman, agar hozir men sizga kibrli qilsam, ertaga qayerga tushib qolishimmi? Shosmi? Chunki men o'tda bo'lgan, o'tda men yillab yashaganman. O'tda yillab yashab bu yoqqa chiqib o'qiganman. Men haqqim yo'q hozir bu yerdan turib, men bu yoqqa prosta oddiy yashab qolganim bo'lishim bilmaysizda, ertaga bo'lishim. Men hozir haqqim yo'q. Hozir men savolga kelib turib, endi prosta video qilaman deb aka. Endi bu otda aka, mashina men haqqim yo'q unaqa deyishga. Chunki men bilaman bu chiqana uxlamasdan ishlaganim. Shosmi? Odamlar agarda masalan boshidan kelib qolsa, yulduzlik kasalligi 100% bu tabiiy bo'lish. Shuning uchun agar kimdir menga masalan kecha o'tadi yulduzlarni bersa, xafa bo'lmayman. Hamma salgina vaqt kerak sanga ishsa. Men zvizdalik nimadir ham berdimi? Nima oldingiz zvizdalikdan masalan? 1 million anaqangiz bor. Men zvizda emasman aka. 1 million obunachingiz bor-da, это 1,5 million. 1,5 почти. 1,5 millionga yetganda. No, естественно finanсы. Ну да. Birinchi navbatda. Bundan tashqari. Ya nima kerak? Mani hayotimda hozir oxirgi 2 yilda eng sog'lom narsa sayohatlarim. Mazza qilman. Chiqaman, aylanib yuraman. Aylanib yuraman, o'qilaman, bo'qaman. Yaqinlarim akam bilan chiqdi yaqinda. Chet elga aylanib keldik. Boshqacha vibe bu. Oilangizga qanaqadir nima yaxshilik qilish ham sizga nima beradi? U hammada shunaqa. Shunaqa, ya'ni yana qanaqa deb hisoblasin. Men nima desam, ichimdagi egoim balandlashib ketadi shundan keyin. Ya'ni qaysi ma'noda masalan, meni egoim ishimga ziyon yetkazmaydi. Ya'ni men o'zim ichimdan zo'r his qilishim kimdir o'zini past qilishga olib kelmaydi-da. O'sha qarayman. Va ichimdagi egoim o'sga chunki men nimaga? Chunki men aytganimni qildim. Birovga xalaqit bermasligim kerak. Men aytganimni qildim chunki. Masalan, men o'sha payt masalan kimgadir aytganman-da bu narsani. Davay, kelgan mana qilaylik deganman, bu qilgan. Shosim o'shanaqa oldida men pravmanda shosim taku. Men ularga borib qildim demayman hech qachon. Prosta расслабный. Samatsenko uchun sam o'zini qadr. Prosta qildim. Masalan, qanaqadir kulgida bo'laman-ku, ichimda his qilib turaman. Men bulardan zo'rroqman. Shosim taka, спокойно, men san zo'rroqsan bu taku. Shunaqa. Ya'ni men shu narsa oldin menda bo'lmasdi, o'zi shu narsa, ya'ni расслабный bo'lib qoldim. Menga farqi yo'q, kim haqida dekin, men kimdir yoningizda maqtansa ham kim nima qiladi, u qiladi. Okey, давайте 19 million obunachiga erishaylik YouTube'da, undan keyin gaplashamiz. Uzun videoda iltimos. Yursa keyin o'sha payt karlasanglar, men dilimga qabul qilaman. Ya'ni bu menda o'tib ketyapti deyman-da, keyin ko'proq ishlashga harakat qilaman. Ya'ni men hozir bilan ishlab to'xtayman demoqchi emasman. Lekin men shunaqa sal egoim o'sib qoldi shundan. Nima bo'ladi? Bu narsani kibrlilik deb tushunish
Bu kalta fikrlash Da. menimcha. Da, Chunki bu narsa meni ichimda bo'layotgan narsa. Agarda kibr bo'lardi, men bu narsani sizga bildirsam. Ha, brat, nima qolsa, Da. men bersam-da, bu kibr bo'lardi. Sizdan yoqish ma'nosida men tushundim pozitsiyangizda. Men prosta aytmoqchi bo'lganim, misol uchun mashhur bo'lishni boshlasangiz, tasavvur qiling, bitta sizda bitta mana hududda, kichkina bitta hududda 100 ta odam bor. 100 ta odamni sizda 50 tasi sizni biladi, ha? Siz bitta narigi nuqtaga borib kelgunizcha 50 ta odamni har bittasi kelib siz bilan rasm tushirsa, siz xafa bo'lib qolasiz. Bu tarafdan olasiz. Qolgan 50 tasi yo'q deydigan 50 ta sizni zvezda yoqdi deb o'ylaydi-da. Siz u vaqtda уже introvertga aylanib qolgan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa problem bormi sizda? Men sizni tushunaman. Siz men o'ylaganda o'ylar ekansiz zvezda yoqish ma'nosida, lekin ko'pchilik odamlar o'ylaydi rasm tushmasa ham zvezda yoqdi-da. Reaksiya haqida gapirayotgan ekansiz. Men o'zim haqimda gapiraman bo'lmasa, qarang. Tashqi tarafdan menda shunaqa bo'lsa yoki men endi stream ham qilaman. Streamda ham javob bermasa odamlar reskana qiladi. Xuddi degan narsa, ya'ni chunki o'ta odam ko'p mos bitmaydi. Ya'ni siz hozir texnik mazmun. Ko'chada ham aylanib shu chiqasizda rasm tushishmi? Ha, ya endi men bilan joni qo'raman rasm tushib tashlaymiz. Menga rasm tushib qachon yoqmaydi? Oilam bilan bo'lsam. Chunki men masalan yaqinda dadam tug'ilgan kunlarda ham Cityda prosta oilaviy borib aylanib yurmoqchiman-da. O'zim oila a'zolarim. Lekin bolalar orqadan kelyapti, baqirib ketyapti, o'qyapti. Men dadam bilan turibman, bolalar spokойно bo'ladigan keladi-da. Bosh tarafi yoqmaydi. Qo'ygan hamma tarafdan u gaz. Chunki men bu meni orzum bo'lgan, meni haqqim yo'q hozir men ularga bolalarga rasm tushib, haqqim yo'q-da, chunki men shu uchun men o'tgan ekanman-da. Ha, biroz charchashingiz mumkin. Bu narsaga endi защитный reaksiyalarim bor. Ya'ni endi men kibrman deb prosta ibosiga qarab turaman. To'g'ri-ku, men bunga majburman deyman-da. Prosta men kibrmanni qarab turaman agar. Ja shunaqa qo'ydi. Streamda masalan streamdagi efirlarda bo'ladi-da. Odam shunaqaki meni yozganim o'qiysan, men sondan keyin shunaqa bo'lgandan keyin aytaman, "Давайте chat hamma kibrxon deb yozsin" deyman. Hamma men o'zim avtorimda bor shunaqa kibrxon. Ya'ni men omon qolmay, такой cringe bo'lish uchun kibrxon deb qo'yganman. Чтобы tushuninglar, что men rostdan kibrman agar sizlarga shu agar sizlar spokойно qilsa, men kibrman, okey. Shuning uchun shunaqa narsaga to'xtab olganman. Yaxshi pozitsiya. Ba'zilar bor blogerga majbur emasman, aka. Men qotgan ishimni isbotlayapti, men nima qilaman o'zim. Ba'zilar bor blogerni so'kadi. Bloger masalan javob so'rab olib yozsa lichkasiga, aytadi, men seni ko'rasan javob yozsan deb o'ylaman. Endi javob yozisham endi ular pozitsiyasiga tushishda. Nimagadir Pablo Escobarga o'xshatdim, ma'lumotda. Serios. Gapidami turishidami? Narko biznes yo'q xolos. Menimcha noto'g'ri zamonda tug'ilib qoldingiz-da, bor. Noto'g'ri zamonda noto'g'ri joyda. Adamlar shu Chilidami tug'ilganingizda mana Italiyan Cosa Nostrasidan. Escobar bilan raqobat qilardingiz-da. Noto'g'ri payt noto'g'ri joyda tug'ildingiz. Ataga mana YouTube gulyapti zato. Bahonada. Yoki kimlarnidir azoblayapsiz, kim bilsin. Endi kimga yoqmaysiz, kimga yoqmasligi bu tabiiy. Da, конечно. Ya siz biznes boshlashingiz kerak, brat. Kelajakda production qurish, kelajakda production, личный продукт bo'yicha Mirsakarga ham ko'p maslahat berdilar. Ulardan ham bir foydalanib ko'rishimga yaxshi narsalar aytdilar. Men aytganlaricha necha marta ustingizdan kuldi? Yo'q, Mirshakar aka, masalan, men bilan ishga boshlaganda kulmaydi nimagadir. Bizlar izdivoj qilib ketdi. Ya endi bilmayman, masalan, ayniqsa intervyulardan keyin intervyu berdim, tipo ularga u bo'ldi. O'zi ungacha ham o'zi yaxshi gaplashardilar. Undan keyin ham masalan biz YouTube'lar bo'yicha maslahatlashganmiz, o'zlarining YouTube'lar bo'yicha ham. Endi aytdim, chunki ko'pchilik YouTube bo'yicha maslahat so'rasa, masalan, o'zim tushungan narsamgacha ham yordam bera olaman-da. Chunki endi har xil narsalar qilib ko'rdim. Shorts kanalni ko'tarib tashladim. Ikkita kanal bor, salkam 2000 ming tashqari hamda, masalan. Boshqa kanallarim o'zi 8 ta kanalim bor YouTube'da. O'zim yuzim bilan yarim bo'lsa kerak. Qolganlarni prosta o'zim yurg'izaman, deb prodyuser sifatida yurg'izib beraman kanallarni. Endi shunaqa qiladi. Aytmoqchi bo'lganim, kimdir agar nima kerak bo'lsa, ochiqman yordam berishga. Da. Har doim ochiq qo'yaman, chunki menga juda kerak mana YouTube gullashi. Bilasizmi, nimaga YouTube haligacha bizda, kerak bo'lsa reklama tomonidan o'xshatgan sababi ham shu deb o'ylayman. Chunki juda kontent kam. Tushunasizmi? Masalan, men 13 yoshli maksimal kontent kamdir balki. Xilma-xillik ham, bizda xilma-xillik yetarlicha. Qarang, hammasini ikkitishdi. Nima bo'lib ikkitishdi? Tasavvur qiling, men masalan har kun YouTube'ga kirishimning sababim yo'q. Tushunasizmi? Men har kun YouTube'ga kirish sababim yo'q. Instagramga sababim bor. Chunki Instagramga kiraman, ketdi, baf, to'xtamaydi u narsa kontent. Chunki nima? Kontent maker ko'p. YouTube'da haftada bir marta qaysidir chiqaradi. O'sha hamma bir choyxonaga chiqib bir yig'ilib qoladi, Shanba hamma chiqaradi bitta kontent bo'ldi. Stabil kiradiganlar bor, lekin ular ko'p emas. Stream uchun yoki YouTube channellari bor kiradigan, lekin juda kam. Agarda hozir YouTube'da influencer ko'paysa,
o'sha YouTube'ga ko'proq kontent qilinsa, YouTube'ga ham odamlar stabilniy kirishib boshlaydi. Va reklamadatellar ham o'z-o'zidan просто yugurib ketadi. Yugurib ketadi. Va majburmiz biz shuni kutishga. Endi biz bungacha ham, ya'ni to bu o'zi kelgungacha ham biz lishniy produktga qarab o'zimiz borishimiz kerak. Ya'ni shunda biz bitta o'qtikda qo'yib o'tamiz. To'g'ri. Shunaqa hozir meni pozitsiyam YouTube bo'yicha qarashim. Ha, o'z podkastlarda ham kommentlarda ko'p bo'lib turadi-yu. Nimaga 1,5 soat? Kim ko'radi 1,5 soat narsani? Reelsga o'rganib qolgan odamlar. Lekin podkastlar ham, более-менее hozir prosmotr nima bo'ladi? Ya, podkast zo'r narsa ekan. Menga juda qattiq yoqadi podkast. Podkastda auditoriyasi ham nimada? Buncha narsa, 1,5 soatlik narsani ko'rib turgan odam. Ya siz tasavvur qiling, hozir nechta odam ko'rayotgan bo'lsa, o'shan o'rtoqsizda siz. Podkast Do'st qabul qiladi. Короче, mana shu yerda o'tiribdi-da hozir. Mana shu yerda o'tiribdi hisoblanadi. Do'st qabul qiladi. Bu ashkab narsa. podkast ko'payib ketdi deydi. Nolaveradi. Aslida umuman ko'p emasda. Barmoq bilan sanagulikda doimiy har hafta chiqaradigan podkastda u kam bu, ko'p bo'lish kerak, 100 ta bo'lish kerak masalan podkast. Har xil mavzularda. Ha, u juda kamda, ko'payib ketdi hamma podkast. Hamma olyapti, bir marta oladi. Ikkinchisi qachon chiqyapti? Uchinchisi doimiy bo'lyaptimi? U juda kam-ku unaqasi. Juda kam, barmoq bilan sanagulik. Ha, stabilniy ishlaganlar yutadi aka. Odam stabilniy Simbol YouTube juda stabilniy ishlagan odam qolib ketmaydi hech qachon. Men 100% beraman. To'xtamagan odam har doim yutadi. YouTube rag'batlantirishni ham biladi, stabillikda, jazolashni ham normalni biladi-da. YouTube bitta stabil to'xtatasiz, и всё. Yaxshi deydi. Bizga ham o'xshab ketadi. Chunki men YouTube o'rganayotgan zo'r narsa o'rganganman. Qisqacha ochib ketdim mana temani. YouTube sizni videongizni ko'rsatgan odam emas. Ya, anaqa emas, platforma emas. YouTube odamlarning videosini ko'rsatadigan platforma emas. YouTube odamlarga video taklif qiladigan. Odamlarning odamlar maqsadini ta'minlaydigan platforma. Sen bot savdogarmisan? Sen masalan bizni seni klientga ko'proq rekomendatsiya qilishimizni xohlasang, stabilniy bizga tovar ber. Что bizni yeb qo'ymaylik, что ertaga seni bizga reklama qilgandan keyin, masalan, sen resh to'xtatib qo'ysang, biz unga sen masalan qarang. Men uchun odam YouTube'ga kiryaptimi? Men to'xtatib qo'ysam, YouTube meni o'rin boshdan topib beradi, lekin uni ko'rmaydi, chunki men shu kirgan. Ya'ni shunaqa YouTube odam yo'qotishi mumkin. Xuddi shunaqa logika bilan YouTube hozirgi uzun video rekomendatsiya xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz stabilniy kontent qilyapsizmi? Siz rekka beradi. Agar qachon siz kontent to'xtatasizmi, siz risk prospektni tushirib, u odamga boshqa narsani taklif qiladi. Chunki odam ushlab qolish kerak YouTube. Ya'ni siz stabilniy pomidor yeb qo'yasiz, pomidor bozorga kelmayapti уже. Men bodringni yeb ko'rgan, men olmani yeb ko'rib, shosin pomidor salqin qimmatlashtirib. Ya'ni shunaqa ishlaydi. Buni hozir qanaqadir bir kuzatish instrumenti bizlar uchun setyarmi? Stabilniy prosmotrlar. Eng zo'r shu, brat. Просто stabilniy prosmotr. Masalan, videolar hamda taklif qilinishi 13 ming, 50 ming odamga minimum taklif qilinadi. CTR prosenti kam bo'ladi. Obloshka to'g'rilaydi. Hook beringlar bo'ldi. Ha, da. Obloshka hook bo'ldi. Anaqa. Yana men eng yomon ko'rgan narsam sizlarga hook bor-da, hamma videolaringizda hook bor. Hook endi bor, endi nima uchun hook? Mana oldin eng yomon ko'rgan narsam eslab tushuntirib ketdik. Nima narsa prosmotr bo'lmaydi, tushunar narsani. Ya'ni hook shu uchun men ishlaydi. Ya'ni men boshda odamlar nima ko'rishga keldi va bundan buyog'iga nima ko'radi, shuni tushuntirman bo'ldi. Teaserchi. Ha? Teaser beramiz biz. Teaser hook bo'lishi mumkin-ku. Oxirgilarni ko'rmayman lekin. Ya, baribir kerak deb o'ylayman. Ya'ni tipa personaj o'zidan tipa o'zinglar alohida o'tirib tanishtirib qo'ysanglarmi? Shosin itakoy. Masalan, balkim kimgadir erishib bo'lishi mumkin-ku, lekin rezultat beradigan narsa bu necha foiz odam sog'lom bo'lmayotgan aytib qo'yishingiz kerak. Ya'ni eslatib qo'yishingiz kerak. Что bularga mana shuncha foizi hozir mana ko'rayotgan obuna bo'layotganligini. Bu narsa kimgadir erishib beradi, like bosishdan sizlarga ham deyish mumkin. Bo'lmasa o'tirib umid prosmotring bilan. Mazza umid prosmotr kayf qilib o'tir. Har bitta videosi zo'r obunachilaring lekin. Zo'r 10 mingta kayf qilib o'tir. Dar shunaqa zo'rki seni qatsan like bosadi ular, nafas tashlaydi zo'r zato. O'tirma shu 10 mingta bilan bir-biringni hammasini sinmasin bilib. Men sekin like bosishing ko'magan. Har bitta gaplar tuyib ketyapti. Maqsad bitta gaplar kelib ketyapti. Chonali prosmotrlar ham bor-da. Sizlardanmi? Normal. Chunki sizlar shunaqa kontent qo'yasizlar-da. Agar sizlar ko'chaga chiqib, shunaqa yugurib, mazil olganinglarda, bo'lsa, o'xiti, brat, men to'g'rilash kerak derdim. Sizlar normal, sizlar o'sha aytayotganim. O'sha odam shu personaj bilan sabta tushuntirib, nadirlar. O'ylashim bo'yicha, agar o'zim masal yo'q qo'yaman. Men qadrsiz narsa shu. Ko'ringlarchi, endi. Ha. Ko'ringlar. Men nimadir bilarman. Men 100% beraman. Sizlarda obloshka, hook и anaqa o'sha obuna bo'lishni baribir aytish kerak. Pakaz bizada ko'pda, men просто analitikasiga har doim qarayman. Pakaz bizada 50 ming, 60 ming, kamida 30 ming bo'lyapti-da. CTR ekan bizada просто. Ana narsachi, vaqtini vaqtiga qo'y, masalan, bir xilga odamlar shanba soat 7 da chiqaraman, har doim mana shu vaqtda chiqarishim kerak.
Bu narsa amal qilsa olmaymi? Bu soat bo'yicha to'g'rilab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni odamlar o'zi psixologiya, odamlar o'zini o'rganish bor. YouTube'ga sharq yo'q. Odamlar qachon bo'sh vaqti bo'ladi, o'shanga to'g'rilab qo'ysangiz. Yo'q, bosh vaqt emas. Masalan, men 3 yildan beri videolarimni 16:00 da chiqaraman. Hech qachon 14 da, 12 da emas, har doim 16:00 da chiqadi bo'ldi. Chunki odamlarda o'sha refleks paydo bo'lib qolganda, men shunday qolgan edim. Har doim 16:00 da video chiqqandan Telegram kanalimga kirib yozardi. Aka, bugun bir video chiqmadi deb yozardi. Ya'ni shunaqa stabilniy qo'yib borasiz, hech odam o'rganadi. Kunini farqi yo'q, lekin vaqtini bir xil qo'yadi. Masalan, men hozir hech qaysi videoga komment yomonxon yozsachi demayman, oldin dirdim. Dat kommentda 10 ming tomonxon bo'lsa, yoki men Telegramga yozardim, odamlar portlab ketaverardi. Hozir demayman, chunki o'zlari bilib qilaveradi. Ha, refleks bo'lib qolgan. Men xuddi shunaqa bitta boshlab berishingiz kerak. Biz ham bugun nima bu songa yozamiz. Bizni kim chiroyli so'ksa, o'shanga pul bor deydi. Qilib ketadi hamma narsa. Men nimadir demoqchi edim, shu ketdi-da mana shunday. Nima demoqchi eding? Eng yomon ko'radigan narsa deb aytadi. Eng yomon ko'radigan narsa dedi. Eslab ketadi. Uni aytishda oldin nima Huquq haqida gapiryapti deysiz. Tushuntirdingiz-da uni. Ha, hamma soxta marketolog youtuberlar bo'ldi уже. Men praktika qilib bilayotgan odam sifatida aytaman, boshlang'izda 3 sekund fuflo. Bir tinga qimmat maslahat hech qachon eshitmaylar. Ya, huquq deganda boshlang'ich 3 sekund aytmaylar demoqchi. Ha, boshlang'ich 3 sekund ishlab ol. Bu 3 sekundda nimani ko'rsatadi? Men oxirgi 1 oyda chiqayotgan boshlang'ich 20 sekundda reklama. Boshqa reklama ketadi. Menda 1,5 million подписчик bor bo'lsa. Stop. YouTube algoritmi nimasi bo'yicha, analitikasi bo'yicha birinchi 30 sekundga jostki qaraydi-yu, pokazga. Bu narsa bor. Lekin brat, bu narsa bular aytayotgan emas, 3 sekund haqida emas. Videoni boshi muhim. Mana, masalan, men bitta videoga kiramanmi? Boshni ko'rib chiqib ketaman. To'ppoy emasman 3 sekundga qarab. Simbolik, baribir ko'rasiz. YouTube'ga Reels'ga dashlash mumkin. Может, это shorts Reels'ga mumkin. Obloshkasini ko'rmaysiz deysiz-da, boshqa narsani ko'rmaysiz. Obloshkani ko'rdim, bosdimmi? Cho'mib olaman. Masalan, bu sarlavha bor edi. Bu videoda biz osmonga uchishga harakat qilamiz. Undan kechib ketaman. Shunda 3 sekund emas. Masalan, men boshda bitta narsa aytayman. Bu video qanaqa bo'ladi deysizlar? Bu videoda biz osmonga uchib ko'ramiz. Shunisi, bilan ham eshitadi kerak bo'lsa. 3 sekund emas. Aytaymi, ketmaymi ekan? Deyishim ham eshitadi kerak bo'lsa. Chunki nimaligini tushunish kerak. Agarda kim undan keyin tanlov o'zida. Men osmonga uchib ko'rish unga qiziqmi, qiziq emasmi? Qiziq bo'lsa ko'radi, qiziq emas bo'lsa ko'rmaydi. Vaqtdan keyin 3 sekund Instagram uchun ham yo'q, bir oldin Instagram uchun edi. Ha, endi unga ham ishonmayman o'zi aslida. Fuflo narsa. Undan keyin anaqaga o'tdi. YouTube'ga ham o'tdi. Dedim, kabila bor, dedim. Siz vaqtachardan 3 sekund debda, men shuni Insta o'qiganman-da. Men vashshe bor. Ya Instagramda o'zi yozib qo'yibdi degan Reels'ga. Birinchi 3 sekundingda e'tibor tortadiganroq narsa qil, shtop chunki birinchi 3 sekund hal qiladi. Instagram o'zi beradi. Shunaqa, ya'ni Instagram bo'yicha bilish mumkin emas, lekin YouTube bo'yicha shu ishongan. Ya YouTube endi u katta video. Odam o'zi tayyor bo'lib kiradi. Katta video ko'rmaydi vashshe. Ha, 3 sekund, просто sizlar boshini nima qilmoqchiligiga aniq bo'lsin, maqsadinglar aniq bo'lsin, esa boshda nima qilmoqchiligiga tushuntirib aniq bo'lmang. Просто men bitta narsani tushundim, biz mehmon bilan o'zimiz rasmimizni qo'ymasligimiz kerak. Mehmon o'zim qo'yishimiz kerak. Keyin hozir siz bizga 5 minutlik video berishingiz kerak. Bugun biz qaysidir qabristonga boramiz deb berishingiz kerak. Boshiga o'shan qo'yib yuboradi. Keyin podkast ko'radi. Da. Qanchalik alrashyosan mana ko'rasiz. Hajlar. Shunaqa. Podpiska bosinglar deb har doim oxirida aytamiz. O'zi odam boshda aytish kerak. Boshida yarim soatda faqat podpiska deyishga sarflashingiz kerak. Podpiskada yurish kerak. Oxirida aytishimizni qarada. Mehmonga Bu yergacha biladi. Kim ko'rmaydi jalla. Mana serios kimni ko'rayotgan bo'lsa, komment yozib qo'ying. Oxirigacha ko'rdim deb. Nechta odam ko'rgan? Respect. Top respect Kimdir moment. men mashhurgacha ko'rgan bo'lsa, bu yerni tezroq qo'ymang lekin. Yo'q, qo'ymang. Yo'q, tezroq qo'ying. Nech puldan berasiz? Близко. Brat, prasмотри. 100 so'mdan beraman sizdan prasмотр urishim bilmaysiz? O'zingiz qo'lingiz emas ko'rasiz. Hozir 1 million bo'lib ketsa, bang aytdim. 100 so'mdan beraman, hechgacha kimdir ko'rgan bo'lsa, mashhurgacha 100 so'mdan beraman, yo'q. Bular 100 so'm Biz emas. 100 so'mdan beraman men. Mashhurgacha kimdir ko'rsa. Bizda bir şey kerak ekanda, aytgan. Va $100 ya, 100 ming topsa, $100. Yomon qotib ketadilar ustimizdan bor ularga. Mashhurgacha podkast oxirigacha mashhurgacha ko'rib kelgan bo'lsa, beraman. Kim keldi? Yaqinda kimdir keldi-da. Anaqa endi nima prosmotringlar 3 xonali bo'lsa ham bir nima deb gapirib ketdi-da. Kim? Kimligini eslamayman, shunaqa deb ketdi. Qarab qoldik biz. Ko'rganmiz oldimizda ya. Bilasizmi yo'qmi? Bilmayman. Prasмотрga qaraydigan payt emas hozir. Yo, anaqada o'sha 3 xonali sonlarda biz
o'zimiz uchun eng zo'r odamlar deb chaqirgan odamlarimizda ular. Yo'q, rostdan ham saviyali narsa-da, lekin odamlarga Demak, ochib bera olmagansizlar. Yo, ochib berganmiz, gapirgan prosta yuzi tanishmas u odamni, ko'rmaydi. O'sha Noto'g'ri auditoriyaga, Noto'g'ri auditoriyaga. hozir aytganim, men o'sha analizga qaraganim, bizada не то что men ochib bera olmagansizlar deyapsiz-ku, u uchun odam ko'rib chiqib ketish kerak-da. Bizada ko'rgan klik tamom. yo'q, bizada klik yo'q, tushunamizmi? Pokazlar ko'p, bizada klik yo'q. Anaqa qilish kerak bo'lsa, tipa anaqa hukni obложка deb berish kerak bo'lsa. Masalan, 30 sekundgacha ko'rsatkichi ham bizada baland. Masalan, qanaqadir sayohat chiqyaptimi, tipa dunyoni zabt etgan odam bilan suhbatmi, mana shunaqa qanaqadir. Hukni obложкаga bera olishimiz kerak-da. Shunaqa, tipa masalan, sportsmen kelyapti, masalan, bu odamni bitta udargamcha olmaysan. Madorlar shunaqa tipa har xil narsa berib ko'rish kerak. Shu odam e'tibor tortsin-da, biladi, kim bu? Shaxsiy tegarsiz borish kerakmi, qarshi. Unga tegishingiz kerak, ham siz tegishga qiziqish kerak-da. Nima deyishga, pastda turgan boshqa degan. Siz shunaqa narsa qolsa-ki, anaqa mim o'tib ketadi-da, ishonasiz. Teging unga boring. Yoki masalan, nimadir bizni boy qiladigan odam, masalan, moliyaviy kimdir kelgan bo'lsa, takoy bu seni boy qiladi. Bu odam seni boy qiladi. Omonxon Newt 18+ ko'rilmasin deb qaror. Amoqon zapaldi. Aman zamonlardan qolib ketdi. Amoqon zapal ikkita qizni qo'yib yuborsak. O'zbeklar bilan yana kimdir. Omonxon syomka o'rtadagi zapaldi o'zi. Eng toza odam. 7 million bo'lib Ham 4 tabloshka qo'ysa bo'ladi. Usta qo'ysa bo'ladi tez. 3 xil qilib qo'ysang, 3 xil qiz bilan har xil javob qilib, qaysi biri Biradligi zo'radi. Yo sizda yana anaqa qo'yib qo'ysaydi, birorta rasm qo'yib qo'ysaydi, просто kallangizni qo'yib qo'ysaydi. Blur bilan. O'shani ham bo'lsa. qizil strelka qaryapti. Qizil strelka bilan pastga qaradi, bunday qo'yib qo'ysak. Hamma joy Hukman bu. Endi arzon hukda bu. Sondan lekin kamaytdim bari. Başka 100 so'm hech narsa bo'lmaydi. Ko'p bilan. Qizvochkam bermaydi. Ey, sen o'yla 1,5 soatlik podkastni oxirigacha ko'rmaydi-da, uncha-muncha. Xo'p, ko'rsada. Barkan просто oxiri o'tkazib ko'rib qolgan. Aslida nimadan qo'rqyapsizlar? Pul meniki. Ko'rsada. Hamma tanishlarga yozsin. Mayli, zo'r. Ko'p yurmaydi. 100 so'm tashisa bo'ladimi o'zi kattadan? 100 so'm bo'lmaydi-da, shuni o'ylayman. Unda 5 so'm. 1000 so'm mayli, 1000 so'm. Pas ketish yo'q. Yo'q, qarang. Ha, karta raqami yozsin. Kimdir chiqsa-da, men pul shaxslarga o'rataman, 1000 so'm deb so'rasa qo'yarsa-chi. Hamma oxirigacha ko'ra, hamma yozsa-chi. Aka, meni hech kim jinoiy javobgarlikka tortmaydi, pul bermasam. Yo, Abdurahmon chiqib ketmasin deyman. Prosta podkast o'chirib tashlaymiz. Siz o'ylagandagi, ana siz aytyapsiz-ku, hozir 100 ming ta menga 500 ming ta bo'lib ketadi deb o'ylayapsiz-ku. Yo, meniki. Agar mintni olsam men vaqtliman. Biz ham. Men qo'rqatganim bo'ldi, 1000 so'm. Javob. Bo'ldi, shu paytga kimni ko'rgan bo'lsa, 1000 so'm. 1000 so'm. Masjidgacha ko'rdimmi? Plastik karta tashib ketinglar sразу. Kommentariy. Degoy, plastik karta surani yozib ketinglar. Surani yozib ketinglar. Suroga CV'sini ham yozib ketinglar. O'zimiz sizlarga pul tashib beramiz. Biz o'zimiz tashib beramiz sizlarga. O'zimiz ulab tashlaymiz. Hayotinglarda ishlamayman. Xabar demaysiz. Zarur kartalar 1000 so'm bo'ladi. Qolgan bilmayman. To'g'ri, 1000 so'm bo'ladi. Aniq 1000 so'm bo'ladi. SMS ham yozib ketinglar sразу borgandan. Insofli o'g'ri bo'ladi. Lekin bunga jinoiy javobgarlik bor. Aytgancha bu hazil. Ha, Вообще-то bu hammasi sun'iy intellektda qilingan. Men bu yerda bo'lmaganman. gapirmagan. Va kelamanmi prosmotrlar 1000 ta, 4000 ta bo'ladigan. Bu gapni aytmadim. To'g'ri. Rahmat katta. She'rgacha ko'rganlarga ham Sizga ham rahmat degan. Bradligi men жёсткий rol o'ynaysiz deb o'ylagandim. Qanaqa. Nimada выпусklaringizda, hayotda ham shunaqa nima deydi? Quvnoq, samimiy odam ekansiz hayotda ham. Rahmat. Rahmat sizga. Kattagon. ba'zi birovlardan farqli ravishda kelib bo'pti akalar, charchamanglar. Rasmga tushib olamiz aka. O'zingiz, biz emas, siz. Boy hazillashtirmagan.